kesib tashlasangiz ham mayli bu joyini. O'ziga ham aytdim, sen hasad qilding, sen meni ko'ra olmading. Yetib ketaman, meni ko'targaningizni, u hammaga aytirishingizga shart bo'lmaydi. O'rtoq deylar-ku, nima bo'lyapti sizlarga? Shu qizni rosa yomon ko'raman deb, bo'qdek ko'nim qolganda u yoq. Nima men o'zim pulim berib qo'yishim kerak? Usta g'ashimga tegsiz, nimadir xarakteringiz. Mensimaydigan qanchadan qancha blogerchalar bor. Bor-ku 100 mingta odam bo'lsa, mana bunaqalarga keladi-yu. Bu chiqib olib karalashib, bilaman, sizlar meni oilamsizlar, maslahat beringlar. Eshitganman, siz xiyonat ko'rgansiz. Tochkasi ko'rdingiz ekan. Men ularga xiyonat qildim. Menda pul ko'pligidan shunaqa bo'lib ketdim men. Massaj degan so'zni o'zida o'zi yomon xayol keladi hamma erkaklar. No, hozir 99% ayollarning boshiga tushadi bu narsa baribir. Ikkita qiz yuribdi, shu yerdan ham $1000 soqa qilibdi deb chiqib. Ommaga chiqib million o'zbek xalqiga yomonlash kerak emas shekilli. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizga mehr kerakmi? Unda Mehmonda YouTube kanalini ko'ring. Biz sizga mehr beramiz. Bu yerda mehr juda ham ko'p. Aynan mehr ulash uchun men efirga chiqaman. Sizlar bilan Kamina Indira Miftaxova, stand-up komik, biolog hamda jurnalist. Bugungi efirdan keyin agar orangizda kimdir hali daromadga kirmagan bo'lsa, 10% odam bo'lsa ham daromadga kiradigan bo'lsa, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki aynan shuning uchun bugungi mezbonimizning uyiga mehmonga keldik. Ya'ni Nazokat 79, 15 ta o'zining massaj filiallari bor insonga. Qani ko'ramiz, bugun batafsil gaplashamiz. Avval ham suhbat qurgandik, lekin bugun aynan sizlarga kes sifatida qanday qilib haqiqatan daromadga kirish mumkin, qanday xarakterga ega bo'lish kerak, hammasi haqida gaplashib o'tamiz. Undan tashqari dolzarb masalalar bor. Bu haqda ham gaplashamiz. Ko'rishimcha, Nazokat opa mashinalarni almashtiribdilar. Juda ham qulay va chiroyli mashina. So'rayman hozir nomini bilmayapman. Va bugun mehmonga Chechenka, Sakina Zafarovna, Muxtasar Nazarovna kelganlar. Ular bilan ham suhbat quramiz. Men bitta narsani eshitib qoldim. Chechenka bitta qiz bilan juda qattiq tortishib ketibdi. Ya'ni tushunyapsizlar, bugun mehrdan tashqari mish-mishlar ham bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Va sizlarga yangiligim bor. Endi biz oddiy xalqdan ham intervyu olyapmiz. Faqat bu uylariga borib emas, ayrim joylarda uni e'lonini Instagram kanalimda kuzating. Hali hech narsa demadim Nazokat opaga, lekin taqalataman. Assalomu alaykum. Nazokat opa? Biz keldik. Ha, kiraveringlar. Ha, bo'ldi. Bugun ko'ramiz Nazokat opa nima yuzlariga ishlatadilar. Voy jonim meni, qala ishlar. 5 tashi. Assalomu alaykum. Nazokat opaning o'g'illari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Qanaqa xudoshlar. Voy, qancha xursandchilik berdi menga shu o'g'lingiz. Bitta gapini o'zida shunaqa energiya oldim. Eshik ochib turibdi-ku, dedilar. Shunaqa mazza qildim. Yaxshimisiz? Salom berdingmi hammaga? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Bitta savolim bor sizga. Har doim bolishlik so'raman. Kelajakda o'zingizga kelin tanlaysiz-ku, o'shanda siz aytganingizga uylanasizmi yoki oyingiz aytganigami? To'g'risini ayting. Voy, Nazokat opa. Men endi bunaqa savol berilmaganda o'zim ham hayronman. Men aytganimgami? Voy jonim. Boraqa. Jonim meni ko'rayotgan bo'lsang, Melamer o'rnak ol. Kelinglar. Yaxshimisiz? Rahmat. Juda ham xursandmiz. Nazokat opa, bu uyda kim yashaysizlar? Adamlar, onamlar. Hozir qaldirg'och ko'ryapmiz. Qaldirg'ochimiz bor. Bu yerda ham ini bor, u yerda ham ini bor. Keyin detal olib qo'yarsizlar. Qoyil, voy. Adamlar tegdirmaylar. Imini sho'tdi, mashlarni qirqib tashlashadi, lekin qaldirg'och baraka, hammani ham uyiga in qurmaydi deydilar. Qoyil, lekin voy. Ko'chib kelgan yilimizdan biri etdi, endi betga ham qurishdi. Hozir ikkita oila bo'lishdi. Hozir men o'g'lingizni ko'rdim, hamisha bahor. Har doim shunaqa xursand yuradilar. Har doim shunaqa xursand. Siz ham xursand qilib yuradilar. Bo'ldi, men tushundim. Siz energiyangiz o'g'lingiz ekanlar-da. Bir-biringizga energiya berib, voy, mikroklimat qanchalik mazza. Yozda dachaga chiqish ham shart emas o'rtoqlar. Voy, как раз yoz issig'ida. Kelinglar Nazokat opamni uylariga mehmonga. Bugun albatta mehmon keladi, adashmasam Chechenka, Muxtasar, Sakina. Chechenka bilan bitta filialingiz bor. O'zingizning filialingiz bor edi. Hozir nechta bo'ldi? Daromad keltiradigani 13 ta. O'zi 15 ta.
Ikkitasini keltirmayaptimi? Yo'q, keltirmaydi ular, chunki endi tushuntirib beraman keyin Keyin kirganimizda. berasiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Chechenka bilan urushib qoldingiz deb eshitdim. Bo'lmagan gapmi? Yo'q, bo'lmagan Shov-shuvmi? gap. Aytyapti-ku, ana yulishib ketibsizlar hamma. Bo'lmagan gap. Nima hamma mish-mish qiladi? Bu siz emas ekansiz, urushib qolgan onam bo'lmasa. Yo'q. Ha, bo'ldi. Voy, tavchallarni. Bu yerda Nazik tubi kim yashaysizlar? Adamlar, onamlar, Mirvoris. To'rttalamiz, kichkinagina oila. Ha, hozir men oyingizlarni ko'rdim. Juda ham yosh ko'rinar ekanlar. Bu yoki genetический, yoki sizlar har doim putешествие chiqqaninglarga shunaqa bo'lyapti. Endi putешествиеga onamlarga kelsa, shu 5 yildan beri chiqqanlar. Oldin chiqmaganlar onam hech qachon. Onam ishlamaganlar ham hech qachon. Hozir men shundoq qarab murojaat qilaman, mehribonlarim, go'yoki biz bilan o'tiribsizlar. Hozir hammamiz eshitganimizni tasavvur qilamiz, bizda ham ota-onamiz chet elga olib chiqamiz. Nazik opam batafsil aytib beradilar. Necha marta chiqishgan va birinchi marta qanday ko'ndirganlar, chunki men o'zim ham ko'ndirishim qiyin bo'lgan ota-onam, yuring deganda. Shay aytib bersangiz. Qiyin bo'lgan. Qo'ysangchi, pulingni yig'sangchi degan gap har safar chetga chiqamiz deganimda pulingni yig', qo'ysangchi. Kerak emas deyishadi. Kerak emas deyshadi. Birinchi marta qayerga borgansiz? Birinchi marta qatga olib boruvdim. Assalomu alaykum. Yaxshi salomatsiz. Qatga boruvdik? O'sha esinglarda ko'p borgansizlar. O'zimizdami yo? Birinchisi Umraga olib borganman. Umraga har yili olib boraman. O'sha 3 marta olib bordim. Keyin qatga borganmiz ada. Qatga? Ha, Alaniyaga olib borganman, Antaliyaga. Ha, Bom Deluxe, Muslimati. Alaniya, Antaliya. Ha. Keyin qayerga bordinglar? Voy, ko'p joyga, Tbilisi, Batumi, Karadeniz, Rize. Yaqinda mana Sharm-el-Sheyxga olib borib keldim. Issiqko'l, Bakuga, Naftalanga olib, voy, har yili. Mana bu konkretno siz va ota-onangiz birga chiqasizlar. Ha. Va Mirvoris, to'rttalaylar borib dam olasizlar. Men to'g'risini aytaman, 20-da ya'ni o'rtoqlarim, dugonalarim bilan ketyapman. Birinchi marta. Tbilisiga yo'q chiqqanman dugonalarim bilan, lekin menga ota-onam bilan chiqish maza. Nimaga? Qanaqa his qilasiz? Endi bu hissiyotni aytib berib bo'lmaydi. Buni чувствовать qilish kerak-da, ota-onangiz bilan chiqish. Oddiy misol, masalan, kechagina Sharm-el-Sheyxda men bu yerda o'tiribman, adamlar bilan onamlar o'zliksa o'tirishibdi, qumlarga oyoqliksini ko'mishyapti. Ularni xursandchiligini ko'rib, ishoning, men даже yig'lab bordim-da. Men ko'rib turibsiz. Ha, kuzatib o'tirib, mazza qilib o'tiribman-da. Bu narsani tushuntirib berish kerak. Meni onam bilan ham hech qayerga chiqmaganlar. 4 ta bola, qizimiz 4 ta qiz oilada, navaralar, keyin qizlar o'qiganda kelib navaralarni boqqanlar tashab ketishardi. Meni bolalarimni boqqanlar men o'qigan paytlarimda. Hozir mana Mirvorisga ham masalan onamlar qaraylar. O'shaning uchun onamlar, adamlar shunaqa chet davlatlarni ko'rishlarini xohlayman. Ularni bahonasida o'zim ham. Adizlar futbol ko'radilar? Adam ja qiziqmaydi, lekin har safar yutishganda rosa xursand bo'ldilar. Bunaqasi bu birinchi marta deb rosa xursand bo'ldilar. Biz Sharm-el-Sheyxda edik, birinchi yutishganda rosa xursand bo'ldilar. O'zbekiston uchun xursand bo'ldilar, lekin odamlar ko'proq boksga qiziqadilar. Ha, mana qayerdan shuncha jasorat bo'lsa. Chunki futbolistlar yutganda aytdi rosa xursand bo'lishdi, lekin odamlar boksga qiziqadi, chunki kichkinaligimdan eslayman, odam ko'p boks ko'rib o'tirardilar-da. Biz sportsmenlar juda ham qoyil ekan. Adizlar ham bunaqa qarib qolib, qiynalib yurishlari yo'q-da. Yo'q. Odamlar ham energichnilar. Hozir mana odamlar 56-yillar. Onam 59-yillar. Lekin ikkalasi ham o'pitini. Yosh ko'rinishadi. Odamlar da такой степень to'g'risini aytaman, mana kechagina Sharm-el-Sheyxda chemadon ko'tarayotganda men ular boshqalar mana yordamchilar bo'ladi-ku, sizni tur agentstvo kutib oladi. Men har doim отдельно individual tur zakaz qilaman. Ha. Ota-onam uchun menga farqi yo'q, o'zim Yuraverasiz. Ota-onam uchun komfort xohlayman. O'sha ular chemadonlarni ko'tarib solib berish kerak-ku, to'g'rimi? Mana 70 ga chiqayotgan odam chemadonlarni o'zlari ko'tarib, "Ada temen o'char" dedilar-da, menga anaqa ketdim-da, chuvoslar. Lekin o'zlari, urushib beradilar. O'zlari qiladilar hammasini-da. Ani birov qilsin, meni yoshim katta deb o'tirmaydilar. Kelinglar. Lekin qoyil qiz demasin, kiraveramiz, masjidga yechaman. Ya, yechuvering.
Nazkitba, bu ham kichkina zaldagi joyda, to'g'rimi? Endi bu hol. O'tgan safar bu kichkina zalda o'tirdik. Bugun bu katta как zalga hol. chiqamiz. Ha, tepaga chiqamiz bu. Ha, lekin mana bu eshiklar hammasini o'zingizlar qildirganmisizlar, remontni? Yo'q, bizni bu yerda tayyor sotib olganmiz. Ha, bitta tappa-tayyor. odam o'zi uchun qurgan, sharoit shunaqa bo'lib qolib, sotgan, o'shanda tayyor olganmiz. No, unda ham 85% bitgan edi. Biza уже ko'cha hovlilarni, travertenini, sanuzel hammasini o'zimiz qilganmiz. Demak, bu yerda ham oshxona bor, bu yerda U yoqda pastda sanuzel, ham. u yerda ham oshxona, ikkinchi etaj bor. Ikkinchi etaj bizaniki, birinchi etaj Mana ota-onamniki. o'zingizni qizli uyingizni eslaysiz-ku, to'g'rimi? Qizli uyingizni. O'sha qanaqa uy bo'lgan? U ham hovli bo'lgan? Yo'q, hovli bo'lmagan. Dom bo'lgan. Dom bo'lgan. Necha xonali? 4 xona, 5 xonali dom bo'lgan. 5 xonali. Mana yoshligimda 5 xonali uy bo'lgan. 5 xonali dom bo'lgan, 4 ta qiz bo'lganmiz. Hamma o'shada. Uni mana oldin mana masalan mana rahmatli odamlarga zavod bergan uyga. Sizlar arizlarga qanaqa uy olgan? Yo'q, odam o'zlari olganlar. Pulga. Hamma narsani, odam o'zlarining kuchlari bilan, mehnatlari bilan olganlar. Dachani, anaqani, Tashmo'rida dachamiz bor. Kichkinagina. Yo'q, katta. Katta 1 dachangiz bormi? gektarli. Voy. Katta. Nima ish qilganlar sir bo'lmasa? Odamlar ko'p ishda ishlaganlar, kolbasni sexda ishlaganlar. Oxirgi ishlaganlari bu Respect magazin, trikotaj одежда. Ana o'sha yerda как xo'jayindan keyingi odam edilar, zam. Demak, yurg'izuvchi, ish Ha, yurg'izuvchi. ish yurg'izuvchi edilar. Ish yurg'izuvchi ham, pulka sinsa pulka to'g'irlovchi ham, mol kepkasi olib kiruvchi ham odam etaman, o'tira olmaydigan odam edilar. Unaqa past hamma narsaga baravar o'zlari qilardilar. Demak, sizga biznes yuritish arizlardan kelgan. Bo'lishi mumkin. Endi uylar toza kim yig'ishtiradi sir bo'lmasa? Rostini aytaman. Men yig'ishtirmayman. Yig'ishtirmaysiz. Mani vaqtim ham yo'q, уже kuchim ham yetmaydi. To'g'ri, uyda bo'lgan kunim yig'ishtiraman, buni обязательно rilslar qilaman. Juda ham огородni yaxshi ko'raman, gullar ekishi. Lekin действительно kuchim yetmaydi, chunki Demak, odam olgansiz. odam olganman, odamlarga yordam bo'lsin deb. Ertalab 9 dan kechqurun 5 gacha yordamchi bor, lekin shunda ham onamlar ham tinmaylar, baravar. Kelin tushirsangiz, kelin ish qiladimi? Yo'q, menda har doim dom работница bo'ladi, xudo xohlasa. Men kelinim uyda ish qiladi, nima ish qiladi? Ovqat qiladi, bolalariga qaraydi, eriga qaraydi. Xudo xohlasa men shunaqa niyat qilganman. Tak, qizli borlar, Nazkit bilan do'st bo'ringlar. Qizinglar qiynalmaydi. Xudo xohlasa. Realni shunaqa orzu qilganmiz? Orzu qilganman. Prям orzuni ham точка virgulichik qilganman. Katta ekan-ku bu ham. Nazkitba. Tepa mirvoris bilan manda. Garderobniy, mirvoris xonasi, zal, Bo't kimniki? Bu mirvoris xonasi. Kirsak bo'ladimi? Mayli. Siz ruxsat Yoyib tashlamaganmikan? Ha, mirvoris xonasi shu-da mana. Voy, Nazkitba uzr. Massaj bo'yicha Mirqodirova, massaj bo'yicha eng kuchli tadbirkor ayol. Ana o'rtoqlar, biz eng kuchli tadbirkor ayolni uyidamiz bugun. Kim berdi sizga buni? Nominatsiyada berishuvdi, meni taklif qilishdi. Juda chiroyli ekan. Massajist ayollarga nominatsiyani siz как ustoz sifatida bering deyishdi. O'shanda oxirida menga ham uni berishdi, неожиданно. Kutmagan edim. Lekin shogirdlaringiz ko'p. Ha. Endi tushundim, demak Mirvoris har doim baxtli. Осторожно, Legola. Legolar ham. Va men bular rosa modada olib berasizmi Nazkitba? Ha, yaxshi ko'radi, mana shunaqalarni olib beraman. O'zi nima tarafdorisiz? Bola aytganda aytisharku, o'g'il bolaga narsa so'rasa olib bermanglar. Endi aytganga kirsa, poощрять qilib, xohlagan narsasini olib beraman. Bilamizki, hech qaysi ayol, men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, ajrashaman turmush qurmaydi, lekin taqdir shunaqa bo'lib qolibdi. Ajrashgansiz va sizni misol sifatida ko'rsatishga ham keldim. Ya'ni, mana hammasi yaxshi. O'zingiz kuchingiz bilan ko'tarildingiz, ikkita qizingizni turmushga berdingiz va o'g'lingizni katta qilib, buni ham xudo xolasa uylantirasiz, hammasi yaxshi. Lekin mana shu o'g'il tarbiyasi bilan qiz tarbiyasida farq nimada bo'ldi otasizda? Yer bilan osmonchalik farq. O'g'il bolani tarbiyasi, balki ko'pchilik aytadi, qiz bolani tarbiyasi qiyin, lekin o'g'il bolaniki qiyin ekan. Masalan, aytishadi, menga ko'pchilik aytadi, mana chet elda aytadi, otasiz ham normalniy katta qo'miz bo'larimiz. Lekin bizda qiynalishadi. Endi смотря qanaqa ota-da. Qanaqa ota-da, bir xil otalar primer bo'ladigan otalar bor, primer bo'lmaydigan, ulardan faqat yomon narsa o'rganadi farzand. Qanaqa ota bo'lishiga qarab-da u ham. Qizlaringiz biron marta ajrashganingizdan keyin sizni aybladimi? Yo'q, chunki bu fikr aslida qizlarimdan chiqqan, уже bo'ldi, chidolmaymiz deb. Chunki men qizlarim kichkina 8 yosh, 9 yosh paytida ajrashmaganman. Qizlarim o'zidan chiqqan bu narsa, уже bo'ldi, chidab bo'lmayapti deb. Ha, va siz ular uchun ham bu qarorga bordingiz.
Mirvorisi kiyimini ko'ramiz. Biz sal hozir kommentariy boshlanadi. Неожиданно qilyapsiz bu ishlarni endi har turli nimaga yig'ishtirib tiktilayapsiz bo'ladi hozir. Endi ishingiz bor ekan, yig'ishtiradi. Qo'yil lekin bu mirvorisi kiyimlari. mirvorisi Mirvorisi kichkina shahzodaga o'xshaydi ekan. A bu yerda nima unda? qishki kiyimlari. Biz yaqinda uzr shonaga borib ko'rsatdik. Mirvoris akani shaxsan o'zlarini dushki kiyar ekan. Tako ana yosh katta bolalarga o'xshab kiyinar ekan Mirvoris. Voy dod. Voy dod. Voy dod Mirvoris kiyimlarini ko'ryapmiz o'rtoqlar. Voy dod Christian Dior, Nike. Men to'g'risi aytaman, mehmonlarda bunaqa o'tirib gaplashmagandik, lekin mehmon kelib qoldi. Mehmon kelib qoldi. Chechenka hamma taniydi. Hozirgi kunda nomer 1 blogerlardan bittasi. Bemalol ayta olamiz. Hamda Sakina Zafarovna, defektolog, businesswoman, bular ham tadbirkorlar. Mehmon kelishibdi va bizlar ilojimiz yo'q, vaqtimiz chegaralangan. Birgalikda gaplashib o'tiramiz endi. Chechenkani ko'rdinglarmi, futbolga borib kelganmi? Ko'rdik. Zo'r bo'ldi. Hamma aytayapti, shu Chechenka keldi, jahon chempionatiga chiqdik. Yoqishdi bu gap o'ziga ham. Shu narsani o'qidim. Nasiga bordilar. Men prosta nimaga havas qildim, ko'rdingiz-mi? Masalan, Milliondagi Ma'ruf Nosirov ham yozib qo'ygan storiesida ular yurtda turganida qaniydi Adijon shu kunlari ko'rsangiz degan ekan. Bilasizmi, million farzandlar otasi qoldi-da Covidda. Men ham o'shalarning ichidaman. Va hammamiz otalarimiz jahon chempionatiga O'zbekiston chiqishni orzu qilgan, har doim bir qadam qolgan bizlar. Va o'shanda bular borganlarida yonlarida adilarni ko'rdim va men bildim nimaga borganlarini. Menimcha bu siz orzungiz emas, avvalambor Adalarniki. qirg'i bo'ldi, baribir yig'lab olmadilar. To'g'risini aytaman, kichkinaligimda oyim bilan adam kanal talashishardi. Futbolga, kinoga. Futbol jonga tegdi shu futbolingizda oyim kirib uxlayverardilar. Yoshlikdan adam futbolni yaxshi ko'rardilar-da. O'ynayotganini eshitdim, ketishayotganini eshitdim. Ada boramizmi desam, endi erkak kishi hijolat, "Yo'q qizim, qo'y televizordan ko'raman" dedi. 2 kundan keyin qilib, "Ana gap rost aytdingmi?" dedilar. Rost aytdim, dedim, "Ketsak ketaveramiz" dedim. Keyin "O'tga takoy kiyinish kerak, kiyimim yo'q" dedilar. "Maqsadga o'tmaysizmi?" dedim. Olib bordim, polni bosh oyoq kiyintirdim, 3-4 qavat qilib, shu bilan ketdik. Men futbolga o'zi qiziqmayman, yoshgan, futbolni bilmasdim. Yonida o'tirgan blogerlarga "Bunyodkormi, hozir bu paxtakormi? O'zbekistonmi, jim o'tiring" dedi. Bilmadim, lekin fan klub, emotsiya, o'tdagilar ko'pto yaqinlashyapti-yu, badani shunday tukis turar ekan. Ya'ni vatan uchun degan narsani men his qildim. Vatanga joningni ber derdi-yu, men unaqa hali tushunmasdim. Shu narsani his qildim va O'zbekistondagi o'yinga albatta boraman va Amerikadagi o'yinga ham boraman. Yana qiziq narsa bo'ldi, keldik, bilet yo'q Bunyodkorda. Tanishimga qildim. 3 ta bilet. Abdurahmon akam? Abdurahmon aka yo'q dedi, fan klubga berib bo'lganman dedi. Endi men ular yaqin tanim yo'q. Biletchi, Xumarina bilet sotadigan Tohir aka bilet oldi. O'sha bolaga qildim, kontakti bor ekan. 3 ta bilet menga Yandexdan berib yubordi, 1 million so'mdan. Soxtada. Voy! Kuyib qoldim, u soxta telefon qilsam bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin. Tamom. Majbur bo'ldim o'zim borib Bunyodkordan qo'ldan, xuddi shu yaxshi joydan yana qaytadan 1 milliondan bilet sotib oldim. O'zingiz sotib olib tushdingiz-a? Bu uchun oldi. Ichki metiki berdi. Yaltirog'i yo'q ekan-da, anaqa soxta ko'dyapman-da. Borib keyin tekshirib, o'zim qo'lim bilan olib. Qanaqa oldinga chiqib olasiz? Hamma efirda sizni ko'rsatishyapti. Buni hamma taniydi-yu. Meni kamera qidirsa kerak dedim. Men bilmayman, televizorda erim aytdilar, "Ana bizani ko'rsatishyapti" deb tepada ko'rsatar ekan-u. Erimga qarab, "Bitta o'pib yuzingizdan sen jimsiz" Chunki men kristalni aytdim, "Adasi bizani ekranda ko'rsa yuzingizdan o'pib qo'yaman" dedim-da. Lekin ko'rsatishibdi. Dubayda ham o'zi bizga kam joy bergani uchun birinchi qatoriga turganman. Futbolistlar yugurib kelar ekan o'yindan keyin narsalarni otganda ilib olaman deb, как раз Varatalis futbolkasini ilib oldim. Va O'zbekistondagi o'yinga o'shan kiyib tushdim. Birinchi raqamli anaqani. Qanaqa ilib oldingiz? Sizga otdimi yo ilib oldingizmi? Duch kelgan joyga ochdi, o'shanda ilib oldim. Senda orzularingda bormidi shu narsa? Mana shu Varatalis bo'lmaganda yutqizardi. Zo'r o'ynadi dedim, kelib yech futbolkasini otuvdi. Qarang. Otyapti, yon tarafimga setkaga tushdi. Hamma olib beringlar deyapti-da. Varatalis kelib olib boshqatdan otdi, men ilib oldim. Lekin shu rostmi, hamma ko'pchilik o'zbekistonliklar kiromagan, bilet olganlar ham kirolmadi, chunki fake biletlar ko'payib ketgan. Biz ichkariga kirib olib turib, qo'limizga sariq
anaqa berdi, u kirib chiqishingiz uchun do'st. Hamma kirib olganlarni sarig'ini yechdik va bitta odam sarig'i bilan chiqib, ko'chada qolgan o'z bilan qo'liga taqib olib kirdi ichkariga. Молодцы. Biletsiz. Men hozir chiqdim deb kirib kelishdi. Ikkita qiz yuribdi, o'sha yerdan ham $1000 soqa qilibdi deb chiqib, saroni $100 dan sotgan. Obbo, deb shu o'zbek yedirmasa. Lekin baribir Adajonni qanaqa hissiyot bo'ldi yutganimiz. Mana Jahon chempionatiga chiqdik degan so'zni eshitdilar, nimani his qildilar? Odamlar ham mendekan emotsiyalarini voy chiqarib bera olmaylar-da. Mendan qanaqadir tortinyaptilarmi? O'zbekiston baqiramiz, odamlar bundoq qilalar, qizim qarayapti, yoshlar katta, xijolat bo'lyaptilarmi deyman, xursand bo'lyaptilar. Lekin polni ochira olmadilar, lekin men bu O'zbekiston bilan o'ynashganda maza qildilar. Endi odamlar birinchi marta chetga chiqishim, odamlarni birinchi marta chetga chiqishlari. Faqat Rossiyaga ishga borib kelganlar. Endi ommaga ketayotgan shu Dubay ketamizmi akalar? Opchiq har yili 3-4 marta opchiq topib kelganlar oldin. Pul o'sha Yakutiyada -50 gradusda ishlab, buldozer haydaganlar. Faqat shu Yakutiya O'zbekiston. Bolam boqaman deb. hozir rohati. Просто biz ham ko'rayotganlarga aytmoqchi bo'lganim, agar sizlarni adanglar bu kunlarni ko'rmagan bo'lsa ham, tushkunlik, как бы u darajada bilaman qanaqa og'riqligini, lekin o'sha kuni men ham xursandman, ham yig'lagim kelyapti, что bu kunni adam ko'rmadilar. Chunki futbolist bo'lganlar. Men juda og'ir. Futbolist bo'lmasalar ham og'ir. Men aytmoqchi bo'ldim, sizni ko'rganimda juda baxtlisiz. Ishoning, men ham Adajon hozir bo'lganlarda olib borardim jahon chempionatiga. Men ham, tim bo'li, bular yozib qo'yibdilar, bizda o'g'il yo'q deb. Juda ham, buni ikkalanglar qarayman, o'g'il qilmaydigan ish qilyapsizlar, qiz bola bo'lib turib. Men o'ylayman bu to'g'ri. Chunki hamma o'z havasi bor. Nazik tipa masalan, boya aytdik, ajrimni hech kim xohlab ajrashmaydi hech qachon. Plus tomoni, siz hozir ota-onangiz bilan yashab, bilan chet elga olib boryapsiz, nima deb o'ylaysiz? Agar hozir ajrashmaganingizda xuddi shunaqa olib bora olgan bo'larmidingiz ota-onangizni? Ha deng. Men ajrashmasdan olib borganman. Sani turmush o'rtog'ing bilan, endi sani hayoting bilan meni hayotimda zo'r bo'lib kelganingiz. Chunki mana siz ya'ni ajrashmasdan ham olib borib olasiz. Lekin siz qanaqa? Endi buni turmush o'rtog'i bilan, buni hayoti bilan meniki bir xil bo'lmagan-ku. O'shaning uchun yo'q olib bora olmasdim. Olib bora olmassiz. Olib bora olmasdim. Lekin qaynatam xafa bo'ldilar. Voy, olib bormadingiz? Yo'q, qaynatam. Olib bormaganingami? Ha. Qizim menam siz adingiz edi. Yangi safarda. O'qivyapman, shu yer yorilmayapti, yerga kirib ketmayapman-da. Endi xayolimga ham kelmaganlar. Baribir misol uchun Oyjon bilan Adajon turmushga chiqqanimda birga yashashmasdi-da. Shu sababdan men ular bilan yashamagan. Oyjon bo'lsa, pожалуйста, hamma joyga olib ketib, qanaqadir miyamga ham kelmaganda, ularni olib ketishdi. Lekin qarang, aytganlari g'alati bo'lib qolmadingizmi? G'alati bo'ldi. Bekor olib kelmayman, deyapman. Olib ketasizmi Amerikaga? Safar olib ketaman. Real qaynotangizni olib ketasizmi? Pul bor, sharoit bor, maza xursand qilib yuramiz deb Duo olib. Aslida uzoq yil turmush o'rtog'ingiz haqida umuman yomon gapirishni yoqtirmaysiz. Biz sizdan chiqaz olmasak, bir ikkita gaplarni umuman gapirmaysiz. Mana shuncha yil bo'ldi. Hozirgi kunda juda ko'pchilik ajrashayotganlar, lekin birinchi navbatda erini yomonlashga tushadi yoki erlar xotinni yomonlashga tushadi. Nima sabab nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'rimi, yo'q bo'lsa nimaga yo'q? Endi hali nafrati qolib ketgan ayol babi alamdan gapiradi. Bundoq olib qarasa, kechirmagan, ichidan kechirdim demagan ayol babi yomonlaydi. Plus bu yomonlash qanaqadir ma'noda o'zini оправдать qilish ayol kishi o'zini оправдать qilish ham, oqlash ham bormi deb o'ylayman. Men bu meni fikrim, men psixolog emasman, boshqa emasman. Men yomonlamaganman, nima uchun? Endi bolalarimni adasi o'shaning uchun yomonlamaganman. Lekin alam bo'lgan-ku. Bo'lgan, o'tib ketgan hammasi. O'tib ketgan. O'sha payt mana shu alam bo'lib turgan payt. Men chunki ayollarni tushunaman-da. Masalan, menda bo'lmagan bo'lsa ham, bitta ayol chiqib erini yomonlayapti, ketdi, hamma o'sha ayolni yomonlaydi-da. Lekin uni ham tushunsa bo'ladi-ku. Unda ham tushunsa bo'ladi, bu ommaga chiqib gapiradigan gap emas shekilli. Yomonlasa, men bu bilan o'tiribman, siqilib ketdim, ichimdagini yorib gapiryapman, chiqarib yuryapman, alamimman. Lekin ommaga chiqib million o'zbek xalqiga yomonlash kerak emas shekilli. Emotsiya. Men o'zimda ham shunaqa holat bo'ldi, o'rtoqlarim bilan. Alamda gapirsam bo'lardi. O'zini bosdi-yu, o'tib ketdi. O'smaganimda bu kattalashib ketardi. Men lekin o'sha qanaqa nima maslahat bera olamiz? Qanaqa o'zini bossin odam?
u qiyin-ku. Birinchi o'chirda ichidan kechirim bo'lishi kerak, kechirib yuborish kerak. Kechirmasa, alamda bo'lsa, nafrat bo'lsa, любой joyda, любой paytda gapiradi ayol kishi baribir. Prosta kechirib yuborish kerak. Endi kechirib yuborishi uchun, o'sha hayotni eslamaslik uchun, o'tmishiga qaytmaslik uchun kelajagini chiroyli qilish kerak. Kelajagini chiroyli qilish uchun harakat qilish kerak. Qani bizda hozir nafratga, g'iybatga, kimnidir gapirishga, nafratlanishga, o'tirib olib siqilishga vaqt bormi? Grafikimizni 3 kun, 4 kun oldindan yozilgan. Vaqt bormi? Yo'q, конечно, shuning uchun esga ham kelmaydi. Eslab qolsa yoki kimdir so'rasa, esingizga tushib qoladi. Ha, mayli, deysiz bo'ldi. Demak, siz o'zingizni polniy ishga bag'ishlab olgansiz. Unaqa holat ham bor. Mana endi buni psixologik holatga qaraydigan bo'lsangiz, masalan, men sizni yomon ko'ryapman. Men siz haqingizda har kuni o'ylayapman, sizni kuzatyapman, sizga negativ beryapman. Ishoning, meni energiyam sizga ketadi, siz kuchli bo'laverasiz. Shunaqa? Sizni kuch yana ham ko'payaveradi. Guli to'ppa-to'g'ri. Men kuzatmayman hech kimni. Nega? Chunki Guli chiqib etdimi, buni energiyasi unga ketadi, u realni u kuchli bo'laveradi. Ha, o'shaning uchun Guli kuchli ekan-da. Guliga energiya berayotganlar ko'p ekan. Shuning uchun unda men sizni yomon ko'rsam, yo urushmaganmiz ham, prosta g'ashimga tegsiz, nimadir xarakteringiz, men kirib ko'rmayman. Qani shu nima qilayotgan chunki ekan? energiya bermaydi-da. Umuman, mana ochiq qo'ying, leviyim ham yo'q, kirib ko'rishga vaqtim ham, xohishim ham yo'q. Chunki bilaman, kiraman, nervi chiqib ketaman, qaysidir gapi menga tegan. Men yetdim ekan degan narsa bo'ladi. Lutch ko'rmayman deyman. O'stirib boramiz. Ha, lekin masalan qiyin-da baribir kimdir masalan hozir jiddiyroq savolga o'taman, Naziga opa. Men eshitganman, siz xiyonat ko'rgansiz. Endi ehtimol sizdan chiqaza olmasa, o'zingiz yetib bermaysiz. Xiyonat ko'rgansiz. Prosta shu kunga cho'ng'iymiz. Xiyonat haqida bilgan kuningiz. Birinchi o'sha kun bilib qolganimdagi emotsiya, nima xayol kelgani shu haqida. Birinchi 3-4 soat. Ishonasizmi, naверное, o'sha paytga pogrujatsiya qildim, hozir yuragimda kullashib boshladi. Tez urishib boshladi. Hozir esimga tushib. Ajrashish har holda planda yo'q edi. Birinchi bilganim o'zida har holda ertaga bo'ldimi, ajrashaman degan narsa yo'q edi. Nimani his qilgansiz masalan? Endi qarang, 17 yoshingizda turmush qurgansiz. 17 yoshingizda ko'zingiz ochilishi bilan shu odamni sevgansiz, shu odamni degansiz, shu odam uchun yashagansiz. Конечно, любой odam bitta meni sevadi deb o'ylagan. Har doim shunaqa xayol bilan yuradi har bitta ayol. Tushunasizmi? Birinchi bilganda, конечно, og'ir. Buni tushuntirib bo'lmaydi, iloyim hech kim boshiga tushmasin. Hozir 99% ayollar boshiga tushadi bu narsa baribir. Tushmasin, конечно. Demoqchi bo'lgan tushyapti, afsuski tushyapti demoqchiman. Alam boshida o'zingizni kontrol qila olmaslik, kontrol qila olmaysiz, nima qilayotganingizni bilmaysiz. Sog'lig'ingiz 50% ga ketadi va u kunlar to o'zingizga kelgunizcha keyin ozgina ayniysiz o'zingiz ham. Alamda, na prinsip, men hali shunaqami? Xarakter qattiqlashadi. Xarakter qattiqlashadi. Keyin sizga maslahat berguvchilar ko'payadi. Bilib turib yaxshi gapir, o'zingga qara, yaxshi kutib ol. Bilib turib siz qayerga ketayotganini yaxshi borib keling deb kuzatasiz. Shunaqa period bo'lgan, o'tganman shu perioddan. Bilaman qayerga ketayotgan. Qayerga ketayotganini bilaman. Ketgandan keyin qon yig'laysan, lekin chidaysan. Aytibdi-ku, mana o'rtoqlaring maslahat berishyapti-ku, chida, o'tib ketadi bu narsa deyapti-yu. Lekin siz ko'ryapsiz, yaxshi bo'lyapsiz. O'zgardingiz. Shu maslahat yaxshimi o'zi? Bilmayman yaxshimi yo'q. Uni psixologlardan so'rasam. Men psixolog emasman. Harakat qilib ko'rdim. Oilani saqlab qolish uchun harakat qilib ko'rdim. Shundan o'xshamagandan keyin уже bore deysiz. Prям yig'laysiz chiqib ketayotganda. Voy, u yig'lash chiqish narsa emas, shunaqa holatlar bo'lardi. Endi bunga sinalarim guvoh bo'lgan meni. Hozir ham eslaysizmi, shu paytda deyshadi. O'tirasizda bitta tochkaga qarab o'tirgan holingizda soatlab o'tiradigan darajaga kelib qolganman. Bitta tochkaga qarab. Bitta tochkaga mana shu o'tirasiz, Naziga to'pa bo'ldi qiling, anaqa qiling, bo'ldi qiling, anaqa qimillolmay bitta tochkada. Eshitmaysiz, siz ikkita bolangiz borligi, anaqa bolalaringiz hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Shunaqa holatlarda bo'ladi. Kim olib chiqib ketadi? Nollik, kim olib chiqib ketgan? Bu holatda. Hech kim olib chiqib ketmagan, o'zim olib chiqib ketganman. U paytlarda vaqt
vaqt kerak Indira. Hech qaysi o'rtog'ingiz gapi ham, hech qaysi psixolog ham sizga yordam bermaydi. Vaqt kerak, vaqt o'zi ko'rsatadi hamma narsani, vaqt o'zi to'g'rilaydi hamma narsani. Prosta o'zingizni qo'lga olishni bilishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz motivatsiya berishingiz kerak. Anta bolalar uchun harakat. Keyin bitta narsa, men hali shu qilganing uchun zo'r bo'lib ketaman degan narsa bilan yo biznesingizni, yo ishingizni, yo hayotingizni davom ettirishingiz kerak emas. Maqsadni to'g'ri qo'yish kerak, niyatni to'g'ri qo'yish kerak, shu. Lekin nazli o'qiganlar o'sib ketyapti-ku. Shunaqa joyi ham bor, bilasizmi? Men nazli o'qiganimda faqat botqoqqa tushganman. Endi hammada har xil bo'lsa kerak. Siz ham mana psixologiyani yaxshi bilasiz. Men u narsani yaxshi bilmayman. Mani o'zani o'rtog'imiz muxtasar, o'tirganda bir narsalar so'rab olishim mumkin. Bo'ldi, keyin men hozir yetib kela olmadilar. Yetib kela olmadilar. Psixologga bormayman. Prosta men buni so'radim. Agar ko'rgan bo'lsanglar, meni videom tarqalib ketdi xiyonat haqida. Ya'ni men agar erim xiyonat qilganda kechirgan bo'lardim farzandlar uchun degan joyim bor edi. Milliard ayollar yozib tashladi, siz xiyonat og'rig'ini tushunmasangiz kerak, Indira deyishdi. Men haqiqatdan tushunmayman. Tushunmaysiz? Haqiqatdan. Tushunmayman. O'sha shuni qilib ko'rganman. Xuddi yaxshi yangi kiyimingizni birov bir kiyib qaytarib bergandek o'ylasam tasavvur qila olmas ekanman. Erimni boshqa inson bilan xiyonat. Lekin mana shu gapimiz ham noto'g'ri-da. Mana hozir aytasiz, men bilmas ekanman deyapsiz-ku. Miyangizda shunaqa bilmas ekanman degan narsaga miya bilishni xohlab intiladi. Siz ham xohlamayman. Yo'q, lekin turmush qurganda bitta gap aytganman. Agar qachondir xiyonat qilsangiz ham, men bildirmang. Bitta qoida bor deganman. Mana shu narsangiz ham noto'g'ri-da. Yo'q, chunki men balki qilmang deyishingiz kerak edi. Hech qachon qilmayman sizga. Yo'q, men uncha ishonmayman-da. Yo'q, что 10 yildan keyin ham qilmaydi, 15 yildan keyin ham qilmasligi uchun. Qilmagani qilmaydi. Yo'q, adashib ketishi mumkin-ku. Yo'q, qilmaydigani. Adez oizligi qilganmilar. Endi men bilmayman. Bizga adam mana aqlli erkak bo'lgandir. Aytmagan, bildirmagan, aniqroq bildirmagan. Mana adam oyimga xiyonat qilmagan. Ular ham balki aqlli erkaklar. Yo'q. Ruslar bilan odamlarni olib kelardilar, nima qilib o'tiribsiz bo'lisizlar bilandi. Agar sizni miyangizda xiyonatni tatib ko'rish hissi bo'ladigan bo'lsangiz, miyangizda ochuv qolgan bo'lsa, ishoning har tomonlama yoki eringiz tomonlama kiradi, yo do'stingiz tomonlama kiradi, yo boshqa odamlar tomonlama kiradi. Baribir sizni hissiyotingiz xiyonat degan jarohatni oladi. Tushuntira oldim. Siz masalan aytyapsizda, eringiz bilan bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa inson bilan baribir o'sha his kirib keladi sizga. Bu narsa baribir insonning o'ziga bog'liq. Sizni hissiyotingiz, chuchvalaringizga bog'liq. Siz xiyonat oldingizmi, sizda emotsiya shakllanadi, hissiyot paydo bo'ladi. Siz lazzat oldingizmi, sizda emotsiya shakllanadi. Bu hammasi bizning emotsional hissimizga bog'liq. Miyamizga nimani ko'proq bersangiz, ko'proq xiyonatni o'ylaysizmi, yomon insonlarni ko'rasizmi? Masalan, internetda o'tirib biz nima ko'ramiz? Xiyonat semasini ko'rib ta'sirlanib ketadi. Bir xil ayollar boshiga tushmasa ham asabiylashib ketadi. Keyin aytadi, saldan keyin o'zimda shu narsa ro'y berdi deydi. O'zi o'tirib yig'laydi. Miyaga nima edi u? Tanish holatni ko'rsatdi. Biz mana shunaqa narsa ko'ruvdik. Biz shu narsadan bosib o'tishimiz kerak degan narsa bo'ladi, hayotga kirib keladi. O'zi yashab beradi. Muxtasar opam bo'lganlarida men shu gap aytardilar. Chunki yashab bermagunizcha mana sizda savol tug'ildimi, o'sha narsada yashab berasiz. Negativdan ko'proq uzoqroq bo'lsin, xiyonat mavzusini o'ylashdan ko'proq uzoqroq o'zini. O'shanda Guli o'rtoqlarning xiyonati haqida o'ylaganmidingiz? Men ularga xiyonat qildim. Yo'q, men kecha ko'rdim-ku. Ular qilmadi menga. Yo'q, men kecha ko'rdim-ku. Bilmayman bu xiyonatmi yo'q. Men kecha mana Men xiyonat qildim. Men bu massajchini tashab turib boshqa massajchiga bordim, tushunasizmi? Ular meni xiyonatda aybladi. Yo'q, lekin men kecha ko'rdim prямой efir, Zuhraxon prямой efirimda. Xullas o'sha yerda adashmasam sizdan norozi u qiz. Yo bu PR-mi? Rozi qilib keldingmi? Yo bu PR-mi o'rtanglardagi yo haqiqatmi? Haqiqat. Haqiqatdan sizni o'rtoq deylar-ku, nima bo'lyapti sizlarga? Edik. Men Zuhraxonni bitta случай bo'yicha taniyman. Giveaway qilganlarida men o'sha payt o'zi ko'plishi bo'yicha umrimda birinchi marta o'sha payt adashib ularga qatnashganman-da. Undan keyin yillar o'tgandan keyin Chechenkaga qatnashganman, eslaysizmi? Ha, zo'r bo'lgan gap bo'lishi mumkin. Ularga mana ikkita gifga qatnashgan ekanman hayotimda, qiziqib, hamma aytganiga. O'shanda birinchi ularga qatnashganimda, xullas gif yo'q ketdi, anaqa garant qilishsa yo'q. Men yozdim, pulimni qaytarib beringlar desam, aytdilarki, Indiraxon, biz emas aybdor, organizatorlarimiz aybdor. Yo'q, lekin men sizga ishonib to'ladim-ku deyapman-da. Xullas pulim qaytmadi.
Xohlasangiz hali ham kechmasizmi? Yo'q, kichkina summa, lekin nima men o'zim pulim berib qo'yishim kerak bo'lmagan narsaga. Voy, men vashi o'zim pulim berib qo'yish yomon ko'radigan qizman. Yo'q, lekin sharoitlarni tushundim. No, men unaqa qilmagan bo'lardim. Masalan, aytaylik, men farqi yo'q. Men litsenziyadan kimdir ishlatyaptimi, o'shancha gif qilmayman-da, kimdir ishlatyaptimi? Уже ular qilib bera olmasa ham men qilib beraman. Chunki bu yerda meni reputatsiyam ketadi-da. To'g'risi aytayim, keyin sizga ishonmay zo'rg'a berganman-da. Men endi u payt uncha tanimasdim. Muxlatvormiz. Rosa zo'rg'a berganman deb bu ish qilib xatormayman. Qanaqa ekan, nima ekan, qanaqa ekan. Qarang, siz nomer Men o'rtoqlaringiz ko'p-da. Lekin har doim unda siz bilan emas. Har doim urushib qolasiz, keyin siz haqingizda primoy balki ayb o'zingdadir. O'zimda erim aytgan to'g'ri chiqadi deydi. Nimadir o'zingda, ne to'ki sen nuqul o'rtoqlar tomonidan xiyonatga uchrayapsan. Ha, hozir necha narsa aytib beraman. Endi bilmayman, men shuni hisoblayman. Siz aytasiz, nomerazim bo'lish qiyinmi deyapsiz. Men o'zimni nomerazimman deb hisoblamayman. Meni eng katta aybim shu. Men misol uchun bu joyga davralarga kirib borganda ham men o'zim aktivim bilan yurmayman-da, insonligim Gulzoda bo'yicha yuraman. Instagramdagi obro'yimni bunda olib maska qilib olmaganman. Bor-ku 100 mingta odam bo'lsa, mana bunaqalarga keladi-yu. No, odamlar undan cho'chiydi, voy palonchi keldi deydi. Men boshqa xarakter. Bir xilbat erimga aytaman, men maqtavoring, Samad sen ham tushib ketdi deyman-da. Zo'rsan, onasi zo'rsan, mana shunaqa deb qo'yadilar. Aybim hammani o'zimga yaqin olganim va ikki og'iz menga dardini aytib, yolg'on dardini aytib bo'lsa ham gapirsa, bo'ldi, men shundoq polni kartamni ochib beraman odamga. Shunaqa avraslarni ochib beradi. Bo'ldi, ishonaman, bu menga aytdi deyman-da, voy o'zim ham bunaqa yordam berishga harakat qilaman, buni oyog'iga turg'izishga harakat qilaman, boshqa balobatdan. Xo'p, men hozir mana ko'pchiligi qiziq, men istoriyada bu narsani gapirmadim, lekin baribir oydinlab ketishim kerak. Sababi chiqib olib karilashi bilaman, sizlar meni oilamsizlar, maslahat beringlar deb, demak bekitish kerak emas. Zuhraxon bilan 2020-yil karantin paytida men Sultansha bilan urushib ketgandan keyin tanishganman, kelib kiprik qo'yib qo'ying degan, narxini kelisha olmaganmiz. Skidka so'ragan, reklama qilib beraman degan, men aytganman, meni klientim ko'p, chunki karantinda hamma kiprikchi ham uyga borib kiprik qo'ya olmas. Men o't qopimni oldirganim uchun gay to'xtasa operatsiya bo'lganman, doktor keta olmadim, yuraverardim. Keyin kelisha olmagan, shu bilan yaqin bo'lib ketdik. Uni reklamasi qimmatroq edi nisbatan menga. Mana aytib ketaman, meni ko'targaningizni, u hammaga aytirishingiz keyin shart bo'lmaydi. Reklamasi qimmatroq edi, masalan $100 ga menga reklama olsa, men uchun 50 gini olib qolardi, 50 gini menga berardi. Guli, mana men bir reklamani qo'yasiz. Zuhra qanaqa qo'yaman desam, men bunaqa desdim, mana men chiroyli sochiq ekan, o'rgatgan menga. Men buni tan olaman, birga yurganmiz, o'rtoq bo'lganmiz. Keyin qachon urushib qoldik, men azuchka qildim, Chechenka keyin hayotini qilganimdan keyin birdaniga reklamalarim ko'payib, qimmat bo'lib ketgandan keyin Mers olib, uylar olib. unda Mers uy yo'q edi. Hali eski uyimda 2022-yilning boshi. Hali Farxatskida yashayman, mashinam yo'q. Ko'tarilib ketganimdan keyin kecha o'ziga ham aytdim, sen hasad qilding, sen meni ko'ra olmading. O'shaning uchun men sen bilan urushdim va 2 yil gaplashmadim dedim. Yarashdim undan keyin. Bitta qiz bizani yarashtirib qo'ydi, boshqa bo'ldi. Va yana yaqinda bo'layotgan ish, yarashdim, lekin hali ham o'sha didi to'xtamagani uchun yaqin bo'la olmadim oldingidagi. 2 yillik pauzadan keyin menga vaqt kerak degan zapisim ham bor. Keyin validamlar bilan yaqinda toqqa chiqib keldik. 30 ta bloger pul tashashi Bugattiga chiqib kelganimizdan keyin yana o'zim haqimda gap so'zlar eshitdim u tomonidan. Shu qizni rosa yomon ko'raman deb, bo'qday ko'nim qolganda u kirdim-da, mendan ko'ni qolgan bo'lsa yomon ko'rsadim, nima qiladi menga podpiska bo'lib ko'rishganda salom alaykum. Atpisatsiya qildim. Oradan 10 kun o'tibdi. Yetibdiki, men pati qilganim uchun yoki saroyda men yubiley qilganim uchun ko'ra olmasdan mendan atpiska bo'libdi deb primoy efirda gapirib o'tiribdi va unga jahlim chiqib ketdi. Keyin men ham primoyga chiqib gapirib istoriya qilamanmi dedim-da, hamma o'sha didi bo'lgan qizlarni bir joyga yig'ib, haqligimni keltirib, kimni qanaqaligini bir-biriga ko'rsatib, yuzini ochib, o'sha temaga mavzuni yakunlab, boshqa gap chiqmasin deb, kechiradigan joy bo'lsa kechirib, hammasini tochka qo'yib keldim. Kechasiga xalq. Ha, nima qilaman chiqib aktiv uchun, PR uchun men kerak emas unaqa narsa, chiqib gapirsam zo'r oshib beradi. G'iybatni yaxshi ko'rishadi-da, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Lekin u narsa kerak, u yoshdan o'tganman. Hayotimda har xil narsalar bo'lyapti. Erim ko'pchiligiga qo'shmay qo'ydilar. Baribir siz ham eringiz ko'rmagan narsalarni ko'radi-ku, to'g'rimi? Mana buni qilma deydi, mana bunaqa bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi.
Erim ko'p gapirdilar. Yana bitta narsa, o'rtoqlarim bilan bo'lib, oilamga vaqt juda kam ajratadigan bo'lib qoldim. Bormaysan desa, sizni nima ishingiz bor deb erim bilan urushadigan bo'ldim, o'rtoqlarimni deb. O'tirib o'yladim, nega men erim bilan urushyapman deb bular deb. Bular erim nima desa shu deyapti. Bu yerda hozir men ahmoq ishini qilyapman dedim va qani erim aytganini qilib ko'raychi dedim. Sal-pal rastayani saqlab uzoqlashishni boshlagandan keyin ular birdaniga o'zgarib, orani ochib, o'sha nima gap so'z bo'lgan, meni xabarim yo'q, kim ularga borib nima degan. Endi o'zicha arazlab, detskiy sat bo'lib ketdi u yog'i. Mayli, o'zlaring bilasa, menga qiziq emas. Kim nima dedi, meni itinglar deb yalinib bormayman-ku. Omadingni bersin, bo'pti. Sog' Bu bo'ling. pul ko'pligidan shunaqa ketyaptimi odamlar? Shunaqa zerib ketib pul ko'pligidan. Yo'q, menda pul ko'pligidan shunaqa bo'lib ketdim men. Yo'q, mana pul ko'pligidan faqat nima qilish bilan urush bilan ovora bo'lishyaptimi? Pul yo'qligidan. Pul yo'qligidan. Pul yo'qligidan. To'g'ri, lekin nima deb o'ylaysiz? Katta bir havas bilan hasadni hozirgi kunda qanchalik o'rni bo'lyapti shu biznesda, ekspertlar oilada? O'zidan o'zi hasad kirib kelmaydi. Men o'zimni xodimlarim, oldimga kelgan ishchilarim, mana menda shunaqa bo'lganligi uchun hammasi havasda kelgan bo'lgan. Vaqt o'tib mana sen yaxshisan, sen zo'rsan deganingiz sari ularchi уже u masakinadan ham zo'roqman degan hisob olgan. Hisob olgandan keyin men o'tiribman, ular sizga nima bo'ladi? Hasad qilishni boshlagan. Qachonlardir havas edi. Yaqinlashgandan keyin уже hasad boshlandi. Insonni ruhiyati shunaqa. Birinchi havas, keyin slishkom yaqin borasiz, teng bo'lgandan keyin to'xta deydi. Вообще-то nima unda bo'lishi kerak? Men undan yaxshiroqman deydi. O'zidan o'zi hasad kirib kelmaydi. Meni aybim hammani o'sha yaqin olganimdan keyin polni endi baribir yurasiz, gaplashasiz, boshqa qilasiz. Mana shu ko'pchiligiga qat'iy necha pulga reklamaga boryapman, bir kunda necha pul topyapman. Aytib qo'yasiz. Ko'radi, ha. Qat'iy boryapman, qaysi restoranga kiryapmiz, voy chechenka pulingiz kerak emas, shotga olib qo'yavering. Tog'ga chiqamiz masalan, xiyamiz bu joyda-da. Men bilan yurgan ko'pchilik odam mana qat'iy ovqatlangani boramiz. Bu minnat qilish emas, noto'g'ri tushunmanglar, shunchaki aytyapman. Ba'zilikdan tashqari ko'p joyga men shotga pul to'lamayman. Mendan olishmaydi. Kerak emas, kelib turing deyshadi, hurmatimni qilib. Men ham aytmayman, men senga hozir 1 millionlik ovqat yedim, reklama $1000 qilmayman, ol pulingni demayman. Shunchalik hurmatim qildimmi, men ham bir qator qo'yib ketaman. Odamgarchilik qilib, shu xarakterimdan naqlashadi. Ular aytadi, ne bunga tekin, ne bu shoxi bormi? Keyin menga aytishadi, "Anuni tanishing bor, menga ham bersin reklamaga." Bo'ldi, xo'p, chiqaman. Bunaqa yordamlar ham berasiz. Ko'p. Beradi Guli. Reklamaga chaqirsa, "To'xta, men bunaqa o'rtog'im bor. Ol, bunda ham kelishtirib beradi, billa olamiz, zo'r chiqadi." Men aytayman, tortaman yonimdagi odamni. Siz masalan filialingizdan bularga pul berasizmi? Yo'q. Nimaga siz foiz berishingiz kerak? Beraman. Bu menga Nazokat o'zi bu xolalarning qizlari, meni masterimni o'qitgan bu. O'sha xolamni qizi, hozir qizi 16 yosh bo'lsa, 13 yil uyda o'tirgan qiz, eri ishlatmagan. Zo'r tema. Mana hozir bizdan ko'rayotganlar mana pul topib keladi deb turadi. 13 yil eri ishlatmagan qiz va opachamda o'qidi. Endi bolalar katta bo'lgan sari rasxod ko'paydi shekilli. Ishlayman deb bularga shogirdlikka tushmoqchi bo'ldilar. Bularda shogirdlik pulli bilasiz. Oldilariga borsam pul olmadilar, o'qitib berdilar. Ishga oldilar, qabul qildilar. Hozir yaxshi topadim. Ha, hozir bosh master bo'lib ishlaydi. Bunda olib qaraganda, qarindoshga yordam qilgan sifatda u uchun ochganman desam ham bo'ladi u filialni. Chunki men kassani tashiydimmi, bitta ham javob yozmaganman. Ha deyman. Bir oyda boraman, kassani olib keting deshadi. Qog'ozlar, rezinkalar qilib berishadi. Yozib berishadi, hamma narsani. Bir kuni nechtaki shuna chiqaman deb bo'ldi deyman, rezinkasini ajrataman, qog'ozni ajratib musорga tashlayman, pul shunaqachalar solaman, ketaman. Ham bizneswoman ekansiz-da ushbu. Ha, men sanab o'tirib bunaqa narsa yo'q, foydadamanmi, zarardamanmi? Lekin tan ol o'sha pullar barakalimi? Ha, barakali. Foydadamanmi? Joyim arenda o'zimniki emas. Chiqmasa, bir oy qishda sezonda chiqmadi, anaqa ne sezon paytida yonimdan to'ladim. Menga uni zarari ham yo'q, anaqasi ham yo'q. Massaj bormi? Bor. Xalq uchun ekanda. Xalq uchun ochib qo'ygan narsani soqqa qilish uchun emas. Shuning uchun bular ham mendan foiz olmaydilar. Tasavvur qiling, mana siz 10 yil uyda o'tirgansiz. Bolashlaringiz katta bo'lyapti-da, siz shishenka emassiz, gul emassiz. Siz ham endi sizni bilmayman, balki bo'lgandi shunaqa vaziyat. Bo'ldi, bolachalar katta bo'ldi уже, bog'chaga bordi, u yoq bu yoq. Siz endi daromadga kirmoqchisiz. Nima qilgan bo'lardingiz?
Men o'zimni ko'rgan inson, uyda o'tirib ishlagan va qanaqa o'zgarmagan insonlardan tajribamdan kelib chiqib aytamanki, ishga chiqqanimda ham u pulimdan, daromad topgan pulimdan uyga hech qachon ro'zg'or qilmayman. Svet pulini to'lamayman, boshqa qilmayman. Yig'ishim mumkin yoki farzandlarimga nimadir, lekin oilani o'zi erkak kishi nima deydi bilasizmi? Voy, yaxshi bo'ldi, shu ishlayotgandi, men bo'ldi, endi ro'zg'or o'zi qiladi deydi, shundan tashlaydi. Erkak kishi o'zi anu yengillikni his qilib, o'zi bu должен deb bo'lib qoladi. Bu qiladi, erim ruxsat beryapti-ku deydi, hozir ruxsat bermay qo'yadi. 1 oy qiladi ro'zg'or, 2 oy qiladi, 3 oy qiladi, o'zi joniga tegadimi, aytadiki, "Nima qilishim kerak?" deydi. U aytadi, "Masalan, ishlatib qo'ydimmi?" deydi. Ana o'shandan konflikt kelib chiqadi. Demak, ishga tushayotganda bu bo'lgan narsa. kelishuv bo'lishi kerak er xotin orasida. Men ro'zg'orga aralashtirmayman. Bolalarimga o'zim uchun ishlayman, ruxsat bersangiz deb boshlash kerak, значит. Xuddi shunaqa blogerlik boshlagan bo'lardingizmi Guli yoki masalan massaj o'rganarmidingiz yoki nima qilgan bo'lardingiz? Birinchidan nimaga qiziqsam yoki nimani bilsam, qizligida ham любой odam ishlab ko'radi-ku. Hech kim nima kelsa o'shanga o'sha yo'nalish bo'yicha yoki 10 yil davomida mana shu ishni qilaman deydi, qiziqib yuradi. O'sha bo'yicha ketish kerak. No, har bir odam bilishi kerakki, hamma narsa po planu ketishi kerak. Men aniq aytaman. Har kunlik kun reja. Kun reja. Agarda siz 1 yilda 10 minut kitob o'qiydigan bo'lsangiz, ishoning siz 3 yillik natijaga chiqarkansiz. To'g'ri, siz har kuni qilmang, 10 minut o'zingizni rivojlantirish uchun ishlatsangiz, siz 3 yillik natijaga chiqib borasiz. Bu narsani siz 10 minut, 21 kun qiling, avtomat sizda уже bu odat tusiga aylanadi. Men bitta yozilgan bo'lsa, bloger bo'ladimi? endi aytmoqchi edim. Men rejasiz yuribman-ku, mana demoqchi edim. Energiya bunda balandmi? Bu любой sohaga kirsa, bu o'shanda zo'r bo'ladi. Qarang, asli energiya haqida gapirdingiz. Masalan, bularda reja ko'p bo'lsa, energiya kerak o'zi. Uni qayerdan oladi? Energiya. Xo'p, siz plan tuzdingizmi, miya sizga moslashadi. Siz aytyapsiz, bugun mana shu 10 ta planim bor deyapsiz. Yoki 2 kun aytyapsiz. Qilaman. Sizga Alloh o'zi kuch beradi. Shunaqa reja bilan qilgan. Reja bilan keladi. Tekstil bolnitsasiga tarqataman, gaplashaman. Kuch keladi sizga. Do'la beraman, sen menga massaj berasan, men по вызову, bu meni shaxsiy medsestram. Miyizdan cho'g'igan ekan. Конечно, ertaga anu rayondagiga boraman, Mamitga boraman, ortoped uni hali unda unaqa narsalar u paytda 24 yil, 25 yil oldin yo'q edi. Hech qaysi biznesmen sizga bu narsani o'rgatmasdi. To'g'ri, arzimagan pulga vizitga chiqarsa bo'lardi. O'sha arzimagan pulga vizitga chiqarishga ham pulimmi ekonom qilganman. Men tug'ildim. Eringizga pul berarmidingiz? O'zingiz bormi? Unda bor edi. Eringizga pul berarmidingiz? Men bermayman. Qo'lingiz bilan sanab beradigan pulmi? Yo'q, unaqa bermaganman. Lekin nima kerak bo'lsa hammasini olganman. Yo, men ham shuni aytaman. Masalan, nimadir kerak bo'lsa, to'lasi uyga demoqchiman. Uyga ham, ular o'zlariga ham oyoqda tufli yo'qmi? Конечно, qanaqa vijdoningiz qiynaladi, mana bu pulingiz bor-da, eringizni oyog'ida tufli yo'q yoki ishi yurishmay turibdi-da, ishlolmayapti-da, qiynalyapti. Bu normal holat. Ayolni puli o'ziniki deb o'tiringiz. Aslida qarang, bu oila uchun baribir hamma harakat qilish kerak-da. Masalan, aytaylik, 3 ta bolangiz bor. Guli qarang, 3 ta bolangiz bor. Eringiz qo'lida puli yo'q, sizni qo'lingizda pul bor, bermaysizmi? Beraman. Berasiz. Mana xuddi shunaqa narsa-da. Bir xil o'ylaydim, mana shu narsani noto'g'ri deb o'ylaydim. Alfons, erim bunaqa. Yo'q, sizni 3 ta bolangiz bor. Ular kimga qaraydi? Hozir bir gal undoq, bir gal bundoq. Har doim ham idealni bo'lavermaydi bu hayot. O'sha hozir boyagi gapingizda bu aytdi-ku, hamma narsani svetga to'lish kerak, boshqa qilish kerak. Prosta ish boshlashdan oldin, ishga tushishdan oldin shuni unaqa kelishib olish kerak. Keyin ertalab ketib, mana balki yana adashayotgandirman. Masalan, ko'p kasbga erlar, qaynonalar ruxsat bermaydi. To'g'ri, men shuni aytmoqchiman. Sizda ham massajga ruxsat berishadi, bolachalar bilan ham. Endi massaj degan so'zni o'zida уже yomon xayol keladi hamma erkakni. Anaqa. Massajchiman. Yo'q, men nazokat qilib boyi gap Tinga olmay mensimaydigan qanchadan qancha blogerchalar bor bizani mensimaydi. Men sizga tan olib aytaman, ishoning, men oldin ham aytganman, meni filialim 3 taligida, meni ham gapga qo'shiladiganimda bir tenga ilmagan odamlar hozir biz bilan birga gap o'ynaysizmi? Hammasi emas, men bittasini aytayapman. Men bittasiga yozgan edim o'shanda. Meni bir tenga olmagan, hozir ko'rsa opajonim deydi. Tushunasizmi? Lekin sizga keladigan shogirdlar Nazokat opa, oilasi qattiqqo'l asosan oilalardan kelishadi. Voy, 90%, 90% shunaqa bo'ldiki, mamashalar ham. To'g'ri, onalar ham. Opti sen erim urishyaptilar, o'tziv berganimga yuzim ko'rinib qolibdi. Sochini kesib tashladi bitta erkak kishi.
Kimmi? xotinini. Reelsga tushgan, bizga отзыв bergan o'quv kursi haqida. Bu o'tgan oy bo'lgan. Biz so'raganmiz, xo'jayingiz ruxsat beradilarmikin, reels olib tashlamasak janjal bo'lmaydimi? Yo'q, men tushaman deb turib olgan. Reels uchun o'zini o'qish haqida ma'lumotlarni aytgan, eri janjalda to'polandi, keyin sochini kesdi. Shunaqa holatlar ham hali ham bor. Erkaklarda zo'ravonlik, zo'ravonlik bu. Chiptaga borib yurgan xonadon ekan. Hozirda u Lekin shunaqa mana qattiq qo'l erkaklar sizni ishlashga ruxsat beryapti. Sabab sizlarda faqat ayollarmi? ha, ayollar. Faqat ayollar. Endi детский massaj ayollar va bolalar-ku. Bo'lgani uchun bemalol. Shunaqa. Qizlar xursandmi daromad topayotganlar? Albatta, voy. Mana ertaga Jizzax, mana hozir syomkadan keyin men Jizzaxga yo'l olaman. Mani o'quvchim Jizzaxda o'zini joyini ochyapti. O'zini joyini ochguncha уже o'ziga patsient yig'ib bo'libdi Jizzaxda. Qachon joy ochasiz, qachon joy ochasiz deshgani uchun joy ochyapti. Men ertaga etga ham qabulga, ham reklamaga ketyapman. Bu narsani Qarichiligingiz qanaqa tasavvur? tasavvur ham qilaman. Har doim uxlashimdan oldin o'ylayman ham, mislinda bu narsani sakin aytgandek, chaqiraman ham kelajagimni, katta yoshli tasavvur har doim tasavvur qilaman va orzu plan qilaman. Men plan qilaman. Mani o'g'lim o'ylanganidan keyin kelinimni ertalabdan kechgacha vaqti uy tozalash bilan o'tmaydi. Inshaalloh Alloh shu kunlarga yetkazsin. O'shanda ham shu daromadlarda bo'ling, sog'lig'im bo'lsin, to'mra botnitsasi bo'ladi. Mani kelinimning vazifasi ovqat qilish, bolalariga qarash, erini kutib olish. Men niyat qilaman, orzu qilaman, plan qilaman. Har juma men bolalarni olib qolaman, ular restoranga borishsin. Tushunasizmi? Mani planim bu. Orzuyim, planim. O'g'lim xotini bilan chiqib o'rtoqlari bilan o'tirganda, anta o'tirgan ikkita yosh oilaga ko'zi tushsa, havosi kelib, men onam qo'ymaylar, ruxsat so'ramayman, lutcha olib bormayman. Tinchlik kerak, ertaga menga onam qiyshaymasin. Plan, maqsad, plan va maqsadlar. Men shuni plan qilaman. Har juma o'g'lim restoranga olib borsin. Men buni orzu qilaman. Er-xotin ahil bo'lib, urushmasdan, uyda baraka bo'lib. Men plan qilaman, orzu qilaman. Bizni 4 ta qizimiz, bizda navaralarni yarmidan ko'pi o'g'il. Mani uyimga ota-onamni ko'rgan, hammasi o'g'ilmi, o'sha ovozlari do'rillashga tushyapti bu bolalarni, kelinlar bilan kelishsin. Menga, onamga gullar bilan kelishsin hayitda. Haqiqiy sizlar rahmat. Instagramim bo'lsin deb o'shanda ham gullar bilan shularni qo'y. Mana bu orzu, bu plan, bu maqsad. Men juda ham xohlardim. Endi bu narsa o'g'limni o'ziga qo'yib beraman, uni nimaga qiziqishiga qarab. Prosta men nima bu narsani orzu qildim. Mana yonimda yotganida meditsinaga oid narsa chiqib qolsa, "Подожди, mama" deydi. O'shani oxirgacha ko'radi. Mana chiqyapti, meditsinaga oid narsa chiqdi. Masalan, dietolog gapiryapti. Nega shunaqa deb o'ylaysiz? Nega u shunga qiziqadi? Bilmayman. Chunki Chunki siz xohlaysiz. Chunki ichki hissingiz bolani zo'rlash shart emas. Siz rostdan, realni xohlasangiz, bolangiz mana shunaqa rivojlanishini u o'zi sizni, chunki ona bilan bolani hissiyoti bog'liq-ku, u bola o'shanga tortilaveradi. O'shaning uchun onalarni ishlatish kerak, o'qitish kerak, kitob o'qitirish kerak. O'shanda bola ham unga davay o'qi deyish shart emas. Sizni hissingiz o'zida, sizni ko'rib turib u rivojlanadi. Hozir uy bekalariga yo'llanmoqchiman. Men o'ylaymanki, Nazika opa ko'pchiligi qo'rquvli xalaqit beradi. Mana uy bekalariga yo'llanmoqchiman, ko'pchiligi qo'rquvli xalaqit beradi deb o'ylayman. Masalan, qanaqa qo'rquv? Boshlasam o'xsharmikin, ebil olarmikinman. Endi qarang. Qaynonam nima deydi? Erim nima deydi? Qanaqa bo'ladi? Shuncha puling bekorga ketdi deyshadi, o'qiding, ebil olmading deyshadi. Endi gumonda boshlasa har doim o'xshamaydi. Odam gumonda boshlash kerak emas. Birinchidan tavakkal qilish kerak. Allohim o'zingga tavakkal, o'zing roziliging uchun men shu ishni qilmoqchiman. Aytaman, boya gapda, maqsadni ham, niyatni ham, ishni ham hammasini to'g'ri etish kerak. O'zing roziliging uchun men shu ishni boshlayapman, odamlarga manfaatli bo'lib, shuni orqasidan yaxshi daromadga kirish, shu gapni etib boshlash kerak. Men даже men buni ikkinchi marta umraga borganda bizaga 50 boshi aytdilar. Har bitta ishni Alloh roziligi uchun niyat qildim deb boshlash kerak. Даже dars beryapsanmi, shuni etib boshlash kerak. Qo'lingni uryapsanmi bitta bolaga massajga, shuni etib boshlash kerak. O'shaning uchun bir oylik kursimni har doim oldin ichimda shu gapni etaman deb bismillah deb keyin boshlaymanmi. Shuning uchun gumon bo'lmasin. Uvernost bo'lsin. Tavakkal qilyaptimi?
shu narsaga yo'l ochilyaptimi, bu bejiz emas. Demak, nimadir xayri bor. Xayrsiz narsa, xayrli narsani bizga faqat Alloh bilguvchi. Bitta niyatni to'g'ri qilib, harakat qilib, men sizga hozir aytaman, mendan chiqib ketib joy ochgan qancha o'quvchilarim, shogirdlarim kelayotganida qo'lida tilla pilla qarz qurs qilib boshlashgan. Mana hozir mashina olish darajasiga yetishgan. O'shalar hammasi yonimdagilar ham, qanechta masterim. Hozir kelganida unaqa emas, hozir mashina haydashadi. Chunki Allohga tavakkal, men shuni uddalayman, hali zo'r bo'laman. Odamlarga manfaatim tegadi, yaxshi daromad qilaman degan. Bo'lgan shunaqa vaziyat, shogirdingiz ochdi, unga yordam kerak bo'lib qoldi. Sizga bo'lgan, eplolmagan, o'xshatolmagan, neudachni chiqib qolgan. Yordam berasizmi so'rasa o'sha payt masalan, qanaqa yo'l yo'riq ko'rsatib? Yo'l yuruvdan, конечно, har doim yordam beraman. Men Instagramda ham masalan yozishsa yoki Telegramda Nazokat opa, men bu diagnozda сомневаться qilyapman. Qarang, mana shu rentgenni ko'rib bering deysa, har doim ko'rib berib javobini aytaman. Aqlim yetmasa ustozimga jo'nataman. Men ikkita ortoped ustoz vrachlarim bor. Tushundim. Sizda bu qo'rquvlar bo'lganmi? Masalan, 20 yashar nazokatda, 25 yashar nazokatda nimadir boshqa bilasizmi, men shu darajada ro'zg'or qilishim kerak, pul topishim kerak, anuni mamga qilishim kerak, mana maktabiga, mana anuni kiyimi yo'q. Shunaqa bo'lganmanki, menda qo'rquvga samyeniya vaqtlar bo'lmagan. Men ishlashim kerak, men ishlashim kerak. Qaysi ayolni qo'lidan noldan boshlab ko'tarilish kelmaydi? Dangasa ayollar. Dangasa ayollar. O'zini ishini, kasbini, hunarini yaxshi ko'rish kerak. Dangasa ayolda hech narsa o'xshamaydi. Ertalab, lutchi uxlaganim yaxshi, keyin borarman yoki mas'uliyatsiz ayollar. Sen shu hunarga kirdingmi? Seni masalan farzandiga massajga yoki kapelnitsaga yoki ukolga yoki zulu qo'yman, zulu ham qo'yganman. Zulu qo'yishga seni chaqirishyaptimi? Mana shu vaqtga 6 ga iltimos yetib keling dedimi? Sen kichkina summa yetmadi, sen kecha qolib boryapsan. U odamning ham plani o'zgaryapti, senga minus bo'lyapti. Mas'uliyat va harakat dangasa odamda hech narsa o'xshamaydi. Bo'lganmi shu 4-5 soat uxlagansiz kunida? Kam uxlagansiz? Shu mas'uliyatni men shu 3-4 kundan beri 4-5 soat, 2 soat uxlayapman. Shunaqa. Chunki menda уже asab sistemasi charchagan. Shuncha ishchi, shuncha joy, buni boshqarish problemalar ham ko'p chiqadi. Sizlar ko'ringandekchalik hamma narsa osongina emas. Ozgina asab buzarliklar bo'ldi shu kunlarda. Men kechasi uxlolmadim. Men o'zi kechasi uxlab olishim qiyin. Bu asab buzarliklardan keyin mana shu 5-6 kundan beri 2-3 soat, 2 kun oldin umuman uxlamaganman. Sizlar kelishinglardan oldin shu mobilogr qizim bu yoqqa uyiga yuring, bo'ldi, ketdi deb olib kelib, joylarni tayinlashdi olib, men 1 soatgina uxlab oldim. O'zi menimcha hayotingizda ham kam uxlagan odamsiz deb o'ylayman-da, shu yo'q, uxlaganman. Dangasa paytlarimda men sutkalab uxlardim. Nimaga? Muammoingiz bor paytda vaqtingizni uxlab o'tkazsangiz, как будто o'sha narsani men o'ylamay, dori ichasiz, uxlaysiz, dori ichasiz, uxlaysiz. Men o'ylamay, miyam o'chsin, menga yengilroq. Mana shu vaqt, hayot, uyqu bilan o'chgan paytimda o'tsin deb sutkalab uxlagan paytim bo'lgan. Hech narsaga erishmaganman u paytda, faqat shu uyqu. Turasiz, ozgina narsa yeysiz, televizor ko'rasiz, yana uxlaysiz. Uxlolmayapsizmi? Sanat degan dori bo'lardi. O'shani ichaman, yana uxlayman. Lish bu o'chi, soatlar, minutlar aylanversin, tezroq shu narsalar o'tib ketsin. Bugungi kunda lekin ko'p ishlayapsiz va har kuni nimadir qilasiz, har kuni ishdasiz, har kuni harakatingiz. Endi qarang, men ishni ham, dam olishni ham bilaman. Ishlaganimdan keyin men albatta o'zimga pozolat qilaman dam olishni. Dam olganda ham chet elda dam olishni pozolat qilaman. Nega? Я этого заслужила deyman o'zimga o'zim. Demak, o'zingizni maqtashingiz shu usulda bo'ladi. Yo'q, bu usulda bo'lmaydi. Meni maqtashim, qarang, kimgadir nimadir yaxshilik qildingiz, men hozir hammani oldiga chiqib olib, men shunaqa qildim, yordam qildim desa, bu yoqdan qilgan yaxshiligini bir yoq qo'ling bilmasin deyshadi. Lekin men bu narsani ota-onamning oldida maqtanib aytib bera olmayman. Nimaga? Chunki adamaman. Молодец dedilarmi? Bo'ldi, men osmonlarga uchib ketaman. Qanday qilib kuchingiz yo'q bo'lsa, o'zingizni ertalab turishga majburlaysiz? Ishoning, sizda 15 ta filial bo'lsa, majbur bo'lasiz turishga. Samo soboy turasiz. Yo'q, yana bitta narsa,
ishingizni yaxshi ko'rganingizdan ham uyg'onib, mana bunaqa narsa, bu narsa ko'p manda 1 oylik o'quv kursini yangi kuni bo'ladi-yu, birinchi kun ana o'shanda bo'ladi. Rosa ishga borgim keladi, chunki kelganlar hammasi men sizni 2 yildan beri kuzatib kelaman. Siz 3 yil men qo'shningizda meni siz filialingizga olib kelayotgandim. Jiyanim mana hozirgi anaqada 3 tami shunaqa jiyanim nogironiyda yurib ketdi. O'sha masterga siz o'rgatgan ekansiz. Ana u sizga ham motivatsiya, ham ishingizni yaxshi ko'rasiz, ham har kuni har xil odamlarni ko'rasiz. Kun davomida sizga bolasini ko'rsatishga 1000 xil ona, endi 1000 xil emas, endi bir 30 xil, 40 xil inson bilan suhbatlashasiz. Demak, ular siz bilan voskeshение qilganda sizga yoqadi bu narsa. Yoqadi. Qani kimga yoqmaydi, sizga ham yoqadi-yu. Sizga ham kelib, rasmga tushsam maylimi, sizni shunaqa yaxshi ko'raman, sizni ko'rganman. Hamma bilan hijolat bo'lsa, lekin rasmga tushasiz, yaxshi gapirasiz, menga shu narsa yoqadi. Nazokat 79 boshqalardan nima ajratib turadi? Hech narsa ajratmaydi. Men ham xuddi hammadagi ayolman. Hech narsa ajratmaydi. O'sha hammadagi bir xil ayolman. Prosta harakat qilyapman. Nima deb o'ylaysiz, mana sizlarni massaj sentringlarni nima ajratadi? Chunki hozir boshqalarda ham bor, chet ellarda ham bor. Nima deb o'ylaysiz? Sizda bor narsa boshqalarda yo'q. Nima bo'lishi mumkin? Disiplina. Ya'ni siz qattiq qo'lsiz va ishchilaringizdan talab qilasiz. Hamma narsadan talab qilaman. Disiplina. Umuman hayotda ham disiplinaga ko'proq tayanar ekansiz. Aytaylik, ishchingizni kayfiyati yo'q, aytadi, menda unaqa bo'ldi, oilamda bunaqa bo'ldi. Ishingga ta'sir qilmasin deyman. Bu narsa meni patsientlarimga, menga kelayotgan onalarga sizlarning muammoinglar ta'sir qilmasin deyman. Massaj qilayotganingda bir-biring bilan muammoingni muhokama qilma deyman. Anu ona ham kechgacha uyida plyonka, pampers, osh-ovqat qozonidan charchab kelgan shetda bir pas raslabitsa qilishga, dam olishga, bolasini massajga olib kelishga. Lekin bu degani, menimcha bu plus bo'lsa kerak. Agar siz hammani ko'ngliga qarasangiz, ish bo'lmaydi. Agar boshida ko'ngliga qaraganman, hammani ko'ngli. Aytdim-ku sizga, 3 yil oldin menga bu savolni berganingizda. Ishga ta'sir qilganmi? Ta'sir qilgan. Ta'sir qilgan. Men boshqalarning muammosi bilan yashashni xohlamayman. Hamma o'zini problemasini o'zi hal qilish kerak. Men qo'limdan yordam keladigan joyi bo'lsa, yordam beraman albatta. O'zi nima bo'laysiz? Mana odam muammoga kirdi, unga kim yordam bera oladi? Faqat o'zimi? Allohdan so'rasin o'zi, kim yordam beradi? Siz ozgina qo'llab-quvvatlab olishingiz mumkin. Shunaqa. O'shanda ham qanaqa ozgina pul tomonidan yordam so'rasa, yordam berishim mumkin. Tushundim. Biznes qilmoqchi bo'lgan ayol bilishi shart bo'lgan 3 ta qoida. 3 ta qoida. Biznes qilishda nimada adashmaydi, nimaga qiziqyapti, nima qo'lidan keladi, oldin anglab olsin, aniqlashtirib olsin. Birinchisi. Ikkinchisi, biznes boshlash uchun pul kerak bo'ladigan bizneslar bor. Biznes boshlash uchun mana bittada pul tikding, o'quv kursiga, massajga bittada pul tikding, u yog'iga elektroforez sotib olarsan, parafin sotib olarsan, bo'ldi. Boshqalarga o'xshab, masalan, parikmaxer senga постоянно keladi, sen постоянно kraska sotib olishing kerak. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Bo'ldi, qo'lingiz. Sizni pul keltiradigan narsangiz, qo'lingiz, harakatingiz, peshona teringiz. Imkoniyatiga qarasin bo'lmasa. Imkoniyatiga qarasin. O'sha bittada shu vложить qilsin-da, bo'ldi, u yog'iga olib ketsin. Bu ikki. Uchinchidan pul topayotganda, mana bunaqa narsada ko'pchilik adashadi. Ko'ryapti, chiroyli hayot, ota-onasini olib boryapti, chiroyli aylantiryapti, chiroyli kiyinyapti, mashinalar olyapti. Mana shu boshidagi pulni shunaqaga sarflab qo'yishadi. Ertaga nima bo'lishini bilmaysizlar-yu, to'xtanglar. Mana shu tushganini yana bittaga ko'paytirishga harakat qilinglar, vложить qilinglar. 4 ta bo'lsin, investitsiya kiritinglar. Turmush o'rtog'i farzandlarni erga berish kerak bo'lgan ayol bilish kerak bo'lgan gaplar. Masalan, qiz bola oramizda, ko'ryapganlar orasida turmush o'rtog'isiz bitta yolg'iz onalar ko'p va ular hali qizlarni erga berish kerak. Nima muhim gaplar ularga ayta olamiz? Birinchidan menda bo'lgan narsani men aytaman, hamma o'zini samootsenkasi tushib ketadi. Men ajrashgan ayolman, qizlarimni adasi yo'q, meni qizlarimni kim oladi? Shunaqa bo'lish kerak emas. Shunaqa bo'lish kerak emas ekan. Qizlaringizga chiroyli tarbiya beringlar, o'zliksa kelib olib ketishadi, qizinglarni talashib, tortishib. Masalan, lekin siz qizlaringizga qattiq qo'l ona bo'lgansiz. Men juda ham qattiq qo'l ona bo'lganman. Men chunki ko'rdim, juda ham hattoki gaplashtirmay hech kim bilan umuman o'zingiz ham qarab turgansiz hali. Birinchidan, ikkinchidan bu hududda men bitta katta rol ota-onam. Chiroyli tarbiyani men onam bilan berganlar. Men ko'p baba ko'chada bo'lganman, tirikchilikni ketida bo'lganman, lekin juda ham qattiq qo'l ona bo'lganman. Men постоянно telefonda kontroldaydi qizlarim.
bitta video tarqaldi siz bilan o'zim qo'ydim uni. Siz aytgandingiz, men qizlarimni xafa qilib qo'yadigan ona emasman, xafa qilishga beradigan ona emasman. Ko'pchilik sal noto'g'ri tushungan joyi ham bo'ldi. Kommentariy yozishdi. Qizingni erga berdingmi? Bo'ldi, o'tdi, hamma ish qilsin, u yoq bu yoq. Endi ularning fikrligisi, ularni qizi bormi, qiz uzatishganmi, ular bilmayman. Men juda bu shuncha nima desamki, men boshqalar xonadonlarga именно kelinlarga borardim, men o'shalarning farzandiga borardim vizitga, massajga. Ko'p xonadonlarni ko'rganman, analiz qilganman, kim qanaqa yashayapti, qaysi kelinni uyda o'rni qanaqa. Men har doim xohlardim qizlarimning o'rni bo'lsin o'sha uyda, hayotda, oilasida qaynota qaynona erkak kelin bo'lishsin, yaxshi ko'rishsin, qizlarimni yaxshi ko'rishsin deb xohlardim. Lekin bu degani qizlaringiz ish qilmaydi degani emas, to'g'ri? Yo'q, ish qiladi, ne qilmaydi? Qiladi ish. Ularni uyida domlab bo'lgansa yo'q. Yo'q. Qilishadi. Hamma ishni qilishadi. Qilishadi. Hamma ovqat qilishni bilishadi. Bilishadi. Ayniqsa katta qizim, uni o'zini blogi bor, kuzatishadi, u anaqa ham deyshadi, nima deydi? Ana ovqat qiladiganchilar nima deyshirdi? Cooking blogerlarmi, nima? Shunaqa blogerlar ham deyshadi. Bilishadi hammasini. Biror marta bo'lganmi? Bo'ldi, Zansokat charchadim, hammasini tashlaymiz, boshqa ish qilamiz deganingiz. Menmi? Yo'q, yo'q. Bu mani ishim. Boshqa ishga qo'l urib ko'rganman. Masalan, qanaqa biznesga masajimdagi yiqqan pulimni Turkiyaga borib, birinchi marta meni samolyotga o'tkazgan ham meni katta qudamlar bo'ladilar. Meni yuring Xitoyga aylantirib kelaman. Siz pul yig'ing, mol olib keling deganlar, $1800 pul bilan ketganman. Bu yerga kelib, u pulni $3400 qilganman. Meni narsalarim shunaqa sotilib ketgan. Chunki men massajlarga borardim-ku, o'zim bilan paket olib borardim. Yana ichida yana bitta biznes qilgansiz. Ha, xuddi shunaqa biznes ham qilganman men. Lekin bu meniki emas ekan. Tushunasizmi? Ostatga qoldi, unaqali. Keyin Turkiyaga borganman necha marta mol olib kelishga. No, это не моё. Mana masha bolalar bilan ishlash ekan. Hech qiynalmadingizmi, что bolalarim kam vaqt ajratib qo'yaman degan narsa bo'lmasdi? Hozir qiynalyapman, oldin yo'q. Hozir qiynalyapman, chunki men mirvorisga rostdan ham kam vaqt ajratyapman. Sizda o'tadi baribir. O'tadi. O'sha payt lekin baribir ishni kamaytira olmaysiz. Kamaytira olmayman. Harakat qilyapman, конечно, но mirvorisga rostdan ham kam vaqt ajratib qo'yaman. To'xtalamsiz, kimga kam vaqt ajratyapsiz? Yo'q, buni xulqidan bilyapmiz. Ha, ya'ni farzandga kamroq vaqt ajratilsa, u tarbiyasida ko'rinadi sirasi. U sizdan e'tibor talab qiladi. E'tibor talab qiladi. E'tibor talab qilish uchun nima qiladi? Maktabda yaxshi o'qimaydi, sho'xlik qiladi, to'polon qiladi, aytganga kirmaydi. Keyin ona nima unaqa qilyapsan deb unga vaqt ajratadi, maktabiga boradimi, vнимание bo'lyaptimi ona tomonidan bolaga. Shu orqali bola chaqiradi. Ona nima shunaqa deb tushundim. Sizga qarab bitta narsani tushundimki, boya siz aytdingizmi, xohlayman, meni oilam, singillarim hamma bizaniga kelsin. Keyinchalik ham 20 yildan keyin ham shunaqa gapirasiz. Men siz o'rningizda o'g'il farzand tasavvur qildim-da. Bu asosan o'g'il farzand gapiradigan gap, lekin o'g'il farzandlar ham gapirmayapti bu gap. O'g'il farzandlar ham gapirmayapti, ham ko'p kuzataman. O'sha chet ellarga dam olgan o'g'il farzandlar o'zini xotini bilan, ayoli bilan ketyapti. O'zi bilan birga onasini olib ketmayapti, otasini olib ketmayapti. Endi balki u onasi kasaldir, yo bora olmas, yo samolyotdan qo'rqar, lekin o'zimga savol beraman-da, nega ular onasini olib ketmayapti deb. Lekin qiz bola bo'lib turib, o'g'il farzandga yashash qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Og'riqli emasmi? Yo'q, og'riqli emas. Men duo qilyapman. Men ota-onamning xursandchiligini ko'rib, men maza qilyapman. Men maza qilib yashayapman. Ishoninglar, ko'pchilik eri-yu, bu endi ba'zi ojizi, to'g'ri, ojizi bir xillarda qiyin bo'ladi. Lekin ishoninglar, hech narsa ota-onangizni maza qilayotganini ko'rib, bu tushuntirib bo'lmaydi. Bu narsani tushuntira olmayman men sizlarga. Bu ham shunaqa qilingiz. Siz ota-onangiz birgalikda yig'lagansizlar. Bo'lgan. Nima sabab bo'lgan? Tochkasi ko'rdingiz lekin. Mirvoris tug'ilganida adamlar azon aytganlar deb bo'lgan. O'shanda hammamiz yig'laganmiz. Kesib tashlasangiz ham mayli bu joyini. Yo'q, kesib qo'ymizlar. O'shanda hammamiz yig'laganmiz. O'shanda bo'lgan.
demak hozir Nurvaris. Lekin bu bola shunaqa rixsli tug'ildiki, hamma narsa shu bola tug'ilgandan keyin boshlangan. O'shandan keyin. Sizni o'sishingizmi? Hamma narsa. Uy, joy, mashina, karyera, omad, hammasi qanaqadir shu bolani rizqli qilib berdi. Ana o'shandan keyin Nurvaris bor, baxtlisiz. ha. O'zi umuman farzandlarim, nevaralarim bor, ota-onam bor, baxtliman. Men ko'p joyda ko'rdim. Nazikda o'g'il farzand juda ham rizqi bilan kelar ekan. Shunaqa deyshar ekan, ha. Bu haqiqatga aylanmoqda-da. Shunaqa ekan. Masalan, siz o'zingiz ham bilsangiz kerak, kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, ota-onangiz ham Adam sразу onamdan so'raydi, nima настроенияsi yo'q qizingni deydi. ta'sir qiladi, juda ham qattiq. Siz o'zingiz ham shunaqa Mirvoris kayfiyati bo'lmasa, Mirvoris ham qizlarimni alo deyishidan bilaman. Ha, ona dedimi, bo'ldi, tinchlikmi deyman. Sразу keyin o'ylab yuraman. Ne unaqa kayfiyatda gaplashni, keyin aniq o'zimni uspakoyis qilish uchun yana qaytib qolaman. Nima bo'ldi? Nima kayfiyating unaqa deb. Yo'q, ona hammasi yaxshi, boshim og'riyotdi, maylimi? Uspakoyis qiling deyshadi keyin. demak men tushundim. Nazokat butunlay band. Band. Ishxona bilan, qizlarni o'ylash bilan, o'g'lini o'ylash bilan va ota-onani xursand qilish bilan. Shunaqa. Bu yaxshi hayot. Конечно. Siz hozir menga nimadir savol bermoqchisiz. Yo'q, balki turmushga chiqarmiz demoqchida. Sevgi bilan karyelarni tanlaganda, men shunaqa odamman. Balki hozir millionta erkak noto'g'ri fikrlab olsan, kim bo'lsan deyshar, lekin men karyerani, ishimni, biznesimni, qorin to'yg'izadiganini tanlayman. Siz uchun hozir biznes muhim. Menimcha bu farzandlar uchun va ota-ona uchun. Endi meni yoshimda ham shu. Shu narsa. Meni shu narsa hozir qoniqtiryapti. Ota-onangiz qattiq qo'l bo'lganmi o'zingizda? Hozir ham qattiq qo'llar. Adam nimadir qilib qo'ysam, 50 ta odamning oldida chakagingni o'char deb baqira olinglar, baqirdilar ham ana kuni. Va bu sizga yoqadi. Yo'q, yoqmaydi, ichimdan qani zir ketaman, lekin odam nima desalar shu narsa deya olmayman. Hisob siz qudali odamsiz va sizda o'sha nevaralar bor, tushunishim bo'yicha. Har bitta narsa uchun men hali ham odamdan ruxsat so'rayman. Haligacha. Ota-ona uchun hali kichkina nazokatsiz. Endi balki ota-onam shunaqa strogi bo'lgani uchun hozir disiplinada men yurgandurman, tushunasizmi? Shu narsalar shu darajaga ketayotgandir. Shomdan keyin ko'chaga chiqurma, o'zi prosta shu o'rtoqlarim bilan 20-da uchib ketyapman dam olgani, u tasavvur qila olmaysiz. Oldilariga kiraman, chiqib ketaman, ruxsat so'rash uchun kiraman, chiqib ketaman. Chunki shunaqa kunlar bo'lgan, o'qishga, Rossiyaga o'qishga Suraya Astepat o'rtog'im hamkasbim bilan ketayotganda bilet olgan joyga bormaysan deganlar. Ikkalamiz ketayotganmiz. Biletni zarari bilan kuyganman. Shu darajada strogilar. Bormaysan deganlar. Shuning uchun ruxsat so'rash uchun onamga o'zing so'radinglar onam bilan. Kirdim, chiqdim, zo'r g'attalab ruxsat so'rab oldim. Keyin aytdim, "Ada, ruxsat so'rash uchun og'zim moylash uchun hozir anaqa shirma-shirga olib ketyapman" deb ozgina kulgi qilib hazil qildim. Demak, men chechenkalar masalan o'rtoqlar bilan tog'ga chiqadi-ku, yotib qoladi. Adam ruxsat bermaydilar, har doim ham ruxsat bermaydilar. Oldilarida mana chechenka telefon qildi, hayitda, mana mash hayitda birinchi kuni, buvimga, yo'q, oldingi hayit, bu hayit Misrda edi. Hamma o'tiruvdi, Gulimanga telefon qildi, Nazokat opa, Xemis Galdarga ketyapmiz, ketdi, bir kunga ketyapmiz, bolalarimizni olib ketmayapmiz o'zimiz dedilar. Yonida o'tirgan holatda, "Adam maylim desam, yaxshi-tar" dedilar. Eshitdingmi, Guli dedim, "Voy, bo'pti" dedi. Qarang, sizda faqat o'zbek millatiga mansub odamlar ishlaydimi ishxonada? Ha. Tipichniy o'zbek mentalitetli. Chunki o'zbek tilini bilish kerak. Rus tilini ham bilish kerak, chunki rus ayollar ham keladi-yu, lekin hammasi ham rus tilini bilmaydi. Hammasi ham bilmaydi. Rus tilini biladiganiga beramiz, rus ayollar kelsa. Bir oyda nechta o'quvchi olasiz? Har doim har xil, 25 tadan 35 tagacha. Ha. Bo'ladimi shunaqa keyingi oy ham yozilib qo'yishadi? Ha, hozir shunaqa avgustgacha yozilishgan. Avgustgacha yozilishgan. Endi maqtanish emas, farqini aytib o'taman. Hozir boshqa kursda o'qitayotgan ustozlar, hamkasblar uchun og'ir botib qolmasin meni gapim, lekin aytib o'taman. Boshqa kurslar bilan yer osmonchalik farqi nimada? Mendan tashqari bu kursda vrachlar dars beradi, ortoped vrach dars beradi. Yaxshi-ku.
ortoped vrach, pediatr vrach nimani o'rgatadi? Bola hushdan ketib qoldi, massajda sudurga berdi, tez yordam, elektroforez qo'yish, kasalliklar har bittasini o'rgatadi. Reabilitolog imkoniyat cheklangan bolalar bilan ishlashi, reabilitolog imенно qo'g'irchoqda emas, imkoniyat cheklangan bolalarda nimaga o'rgatadi. hamma narsani o'rgatishga harakat qilyapsiz kelganlarga masalan? Ko'pchilik prosta o'zi o'rgatadi. Boshqalarning kursidan farqim bo'lishi uchun. Kelganida ko'p narsa. Mana oddiy misol bizda zulu, hijomi, igloterapiya ham bor. Siz prosta keldingiz, bolalar massajiga o'qidingiz, bitirdingiz, qaynanangiz mazasi bo'lmay qoldi-da. Hijomni olishim kerak ekan, zulu olishim kerak ekan, davleniyam ham qachondan bir oshyapti. Manda o'qigan qizlar o'sha hijomi, o'sha zuluni qaynanaga первый помощьni davleniyasi tushirish uchun, qon aylanish, yaxshilanish uchun tochkalarni bilib o'zi qo'yadi. O'sha hamma narsa. Menga ham zulu qo'yib beruvdingiz. Shunaqa Shu darajada o'rgatganmanki, quloq teshish ham kiritilgan hozir. Vizovga bordi, o'sha qo'shimcha daromad. Chaqaloqga, qiz bolaga bordi, 3 oylik yo 4 oylik quloq teshib qo'yingmi deydi. Ha, teshib qo'ying. Shaqqa etib otdi, 200 ming pulini oldi. Hozir chiroyli notada tugatamiz. Nazikda bugun hamma narsa haqida gaplashdik. Savolinglar bo'lsa yozinglar. Operatorlarimiz bizda yangi rubrika bor. Operatorlardan savol degan. Nima savolinglar bor, bolalar? Alisher aka ayting. Nazika topa osh berdilar, muzqaymoq berdilar. Javohir, etging kelyapti, Ne, savol? Ha, savol et. Sizlarga ham imkon, sizlarga e'tibor qilib qo'yaylik. Pul bermayapmiz. Olgan motivatsiyangiz nimadan bo'lgan? Misol kimdirdan, odamdanmi yoki nima sizga kuch bergan? Eng kuchli olgan motivatsiyangiz? Yongan, misol hammada yonish bo'ladi, qanaqadir paytida. Bu haqiqatan nimadan ilhomlangansiz? Odamlardan. Menga motivator odamlar. Aynan qaysi jihatlar? Qaysi jihatlari emas, odamlar bilan onamlarga men o'zimni yaxshi farzandman deb ko'rsatish, dokazatsiya qilib berish, shunaqa yaxshi farzand bo'lgim kelish maqsadida men shunaqa bilmagan holda chiqib qoldim. Lekin bosib qo'shmagan. Qila oldim deb o'ylaysizmi? Ada men sizga o'g'il bo'laman degan mamitimda. Anaqada ada o'g'lingiz yo'q, lekin siz o'g'il borlardan ham anaqada yuring degan anaqada. Shunaqa deb o'ylayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki boshqa yo'q-da, qo'lingdan kelmaydi sani. Unaqa narsalarga men e'tibor bermasdim. Yaxshi farzand bo'laman degan anaqada ota-onamni rozi qilaman. Ota-onam mazza qilib rohat qarigandek rohat, ana o'sha rohat hozirgi problemalar, muammolar bilinmaydi. Qariganda izzatda bo'lgan degan narsa bor-ku. O'sha to'pa-to'g'ri ekanda, men sizga boya aytdim-ku. Plajda ularning ikkalovsini qumlarga ko'milib olib, xingillashib maza o'tirishganini ko'rib, mana shu rohat ekan va shunaqa ichimdan xursand bo'lib yig'ladim. Bilasizmi? Balki shular ota-onam uchun shu narsani yaratib berish uchunmi? Hammasi lekin Allohdan qizlar, men shunchaki Alloh omadimni berdi, harakat qilganim uchun. Bu men emas. Bu narsa imенно mana shu joyi qolsin. Hamma narsa tepadan. Shunchaki harakatingizga yarashasini beryapti. Shu. Lekin bir marta bo'lsa ariza aytdilar, qizim o'g'il farzand qilmaydigan ish ham. Yo'q, aytmaganlar. Adam umuman maqtamaylar. Onamlar yo'q, maqtamaylar. Erkalash, o'zim ota-onam oldida maqtayman qilgan ishlarimni. Bugun mamnaqa bo'ldi, mamnaqa qilib, malades deb qo'yinglar, bo'ldi. Bosim ham qilishmagan lekin. Yo'q, bosim qilmaylar odamlar. Bosim qilmaylar, aytolman, kasal bo'lsam ichligisidan ezilib ketishadi. Endi to'ka menga, hamma farzandlar, nevaralarga. Bitta narsani aniq aytib olaman, qalbingiz toza. To'g'ri, qattiq qo'lsiz, to'g'ri so'zsiz, adolatlisiz, odam yuziga yetasiz hamma narsani, lekin qalbingiz toza. Rahmat. Va o'ylaymanki, mana qattiq qo'llik bu yildan yilga kelgan sizga o'zidan o'zi bo'lmagan. Muhimi qalbingiz toza va shunaqa insonlar ko'p bo'lsin. Men haqiqatan sizni yaxshi inson deb bilaman. Rahmat. Har doim atrofingizda yaxshi, samimiy insonlar ko'p bo'lsin. Sizda ham bo'lganmi, shu oldingizda samimiy insonlar bo'lmagan, qalbaki insonlaringiz ko'payib ketgan? Hozir ham ko'pim. Hozir ham bor. Aytolman-ku, samimiy emaslar ko'p. O'zingizni ishchilaringiz atrofida ham Bo'lishi mumkin. Bor, bo'lishi mumkin emas, bor. Lekin siz o'zgargansiz. Men o'zgarganman prosta. O'zliksa o'zgartirishdi meni. Уже mana shunaqa narsa bor. Bo'ldi. Subordinatsiya bo'lish kerak ekan. Bo'ldi. Ishchilaringiz orasida kimdir bo'lganmi, kimga siz katta yordam qo'lini cho'zgansiz? Endi bu narsani aytmayman. Tushundim sizni. Ya'ni sizni bilganini siz ham bilasiz har doim. Tushunarli. Bo'lmasa ishlaringizga ham hammaga ham shunaqa tilab qo'ygan bo'lardimki, sizlar Nazika opani hurmat qilib bilinglar.
ishoninglar, men o'zimdan aytaman sizlarga, eng muhim kuningizda yordamga tushadilar. Eng muhim kuningizda. Shuning uchun mayda payda narsaga ahamiyat bermanglar. Nasib tilaklaringiz, sizni podpishchilaringizga, siz ham endi blogersiz, konkretno sizni odamlar kuzatishyapti. Men sizga tilab qolgan bo'lardim o'zim nomimda, ko'proq live videolaringizni qo'ying. Biz juda ham sog'inamiz. Va o'zingizni podpishchilaringizga va bizlarni kuzatayotganlarga tilaklaringiz. Shu bilan tugatamiz. Birinchidan tilagim hammani farzandi sog' bo'lsin. Hech kimni oilasi buzilmasin va bitta narsa esingizda qolsin. Bizani sizlarni ichingizdaligini men ichimdagini sizlar bilmaysizlar. Faqat yaratgan bilguvchi. Demak, yaratgan o'zi xayrli niyatingizga yarashasini beradi. Ishoninglar, sizlarning zarracha niyatinglarning ichida g'arazli bo'lsa, sizlar u niyatingizga hech qachon erishmaysizlar. Faqat chiroyli niyat bilan. Chiroyli niyat qilinglar va xayrlisini Allohdan tilaylar. Bizga nima xayrligini faqat Xudo biladi. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Mehmonda YouTube kanali o'rtoqlar, biz bilan bo'ling. Mehr kerakmi? Albatta biz beramiz. Chunki bu yerda mehrli suhbatlar. Undan tashqari like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing. Hammasini o'qiymiz. Maksimal darajada javob berishga harakat qilamiz. Nazokat 79 profillarni qoldiramiz. Kommentariyalarning tepasida bemalol ularga ham murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Rahmat.